Assalomu alaykum aziz ustozlar, Muloqot telekanali muxlislari. Bugun teleekran orqali sizlar adabiyot kechasini ilk bora tomosha qilasizlar. Ma'lumki, bir necha yillardan buyon adabiyot kechalari, Navoiyxonlik kechalari Qo'qon shahrida o'tkazib kelinadi. Bugun ilk marta televizion efir orqali sizlarga adabiyot kechasi ko'rsatuvi namoyish etiladi. Adabiyot kechasi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan, Toshkent shahridan tashrif buyurgan aziz ustozimiz, filologiya fanlari nomzodi, yuzlab kitoblar muallifi, xalqaro Hoji Ahmad Yassaviy mukofoti laureati, hurmatli ustozimiz Sayfiddin Sayfulloh ustozimizga navbatni bersak. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum hurmatli aziz Hazrat Alisher Navoiy ijodining muxlislari, muhiblari. Bugungi suhbat mavzui ilm bahsi Hazrat Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asaridagi tanbihlaridan bo'ladi. Ma'lumki, bu asar Hazrat Alisher Navoiyning umrlarining oxirida 1500-1501 yillar arafasida yozilgan. Chunki bunday qomusiy bir asar yozish uchun insonda juda katta ilm, juda katta qalb va juda katta tajriba kerak. Mahbubul Qulub degani bu ko'ngillarni sevgani degani. Ya'ni bu asar hamma uchun mahbub, hamma uchun maqbul, hamma uchun manzur va sevikli bir asardir. Bu asardagi 3-qism, ya'ni tanbihlar qismi, bu bevosita Hazrat Alisher Navoiyni o'sha nasihatlari, o'gitlari, yaxshi va yomon insonlar haqida aytgan hikmatli gaplari, ularni fe'li qanaqa, odobi qanaqa, yaxshi xislatlari, yomon xislatlari borinki, butun bir odob axloqni bir qomusi, bir hikmat bu, bir falsafa. Men o'ylaymanki, mana shu tanbihlarni o'qigan, tanbihlarga amal qilgan odam o'sha umrning mohiyatini yaxshi anglaydi, hayotning mohiyatini yaxshi anglaydi, o'zligini taniydi, tilga e'tibor beradi, birovlarni hurmat qiladi, birovlarga bir yaxshilik sog'inadigan, birovlarga bir manfaat yetkazadigan bir inson bo'ladi, ilmga ahamiyat beradi, johillikdan o'zini saqlaydi. Umuman bu asar haqida juda uzundan uzoq gapirish mumkin. Men o'ylaymanki, suhbatimiz jarayonida mana shu ayrim tanbihlar haqida suhbat qilamiz, ular haqida fikr bildiramiz. Chunki bilamizki, sho'rolar davrida Hazrat Alisher Navoiyni o'sha diniy, tasavvufiy jihatlari o'rganilmagan edi va asarlaridan olib tashlangan edi. Xudoga shukr, mana shu mustaqillikdan keyin Hazrat Alisher Navoiyning asarlari to'la nashrdan chiqdi. Birinchi marta Hazrat Alisher Navoiyning 20 tomlik mukammal asarlar to'plami nashr bo'ldi. 2011-yilda esa 10 tomlik mukammal to'la asarlar to'plami nashr bo'ldi. Shu uchun men o'ylaymanki, mana bugungi kunda Hazrat Alisher Navoiyning asarlarini to'laligicha o'qish imkoniga ega bo'ldik. Va Hazrat Alisher Navoiy asarlariga qancha sharhlar yozildi. Ularning nasriy bayonlari chop etildi. Demoq, bir og'iz so'z bilan aytganda, Hazrat Alisher Navoiyning asarlarini o'rganishga mana shu mustaqillikdan keyin juda keng imkoniyatlar ochildi. Endi mana bugungi mavzuyimiz bilan bog'liq o'sha Mahbubul Qulubda tanbihlar dedik. Bu Mahbubul Qulub asari bir necha bor olimlar tomonidan nasriy bayon qilindi. Ya'ni hozirgi til bilan ifodalandi. Ya'ni hozirgi tilga o'girildi deymizmi, tabdil qilindi deymizmi? Va mana shu Mahbubul Qulubni hozirgi nasriy bayon qilgan kishilardan mana 2 kishi meni yonimda turibdilar. Ibrohimjon domla bilan Abdumurod domla. Mana Mahbubul Qulub asari bu nasriy bayon. Chunki Hazrat Alisher Navoiyni o'zlarini tillari albatta biroz og'ir.
arabiy forsiy so'zlar ko'p, tushunish qiyin bo'lgan ba'zi bir joylar bor. Shu uchun bugungi o'quvchilarimizga oson bo'lsin, ular yaxshi tushunsin deb Navoiy Hazratni juda ko'p asarlari bugungi tilda nasriy bayon qilib berilyapti. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha Hazrat Alisher Navoiyni asarlarini to'g'ri ma'noda, to'la ma'noda idrok etish va tushunishni yo'llaridan biridir. Shu uchun bu mustaqilligimiz sharofati bilan albatta biz juda ko'p narsalarga erishdik, tilimizga erishdik, mustaqillikka erishdik, tariximizga erishdik va hokazo buni juda ham ko'p fazilatlari bisyor. Shu uchun hozir mana yonimda shu Qo'qondagi qariya keksa shoirlarimizdan birlari juda ko'p chiroyli g'azallar yozganlar. Bu kishi mana shu mustaqillikka atab ham bir g'azal yozgan ekanlar. Hozir shuni o'qib bersalar bir xursand bo'lardik. Marhamat. Bizlarda bu anjumanda bunday o'tirishligimiz albatta yurtimizda tinchligi, omonligi, ofiyati, istiqlolimizni mukammalligi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta biz har birimiz mana shu istiqlolimizni kuyib yonib faxr bilan so'zlasak arziydi. Alloh nazar soldi yurtga, baxt quyoshi porladi. O'zbek elin mustaqillik sari o'zi chorladi. Yechildi-ku belidagi 70 yillik zinnori, qayta ildi gardaniga o'zbek milliy tumori. Rahmat nurin yog'dirgan Allohga hamd sano ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Samarqandda Ismoil Buxoriyning ruhi shod. Buxoroda Naqshbandi bobomiz qabri obod. Tab ulug'lar hokim o'tdi qancha hasadlar. Notinch qilib qo'zg'atdilar ba'zi ulug' jasadlar. Ulug'lar ruhi Allohga roz aytgandir, fikr et. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Mustaqillik nishonasi oq libosli hojilar, necha tempioning boshda oltin tojlar. O'zbek desa bilmay jahon yelka qisib o'tdilar. Bugun dunyo osmonida o'z bayrog'ing hilpirar. Bugun eling oldida o'z burchingni ado ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Necha yillar yashab o'tdik paxsa devor kulbada. Uyni tomi bo'lsa balad boshni ko'rdik kundada. Buguncha yashayapmiz koshona qasrlarda. Bizdan tanti boyvachcha yo'q bugungi asrlarda. Bizda imkon bisyor bugun o'z fikring dunyoga ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Istiqlol deb necha elatlar to'kdilar qon. Yurtim, vatan, otam, onam, farzand deb berdilar jon. Bizdagi bu istiqlolga qoyildir jumla jahon. Qon to'kmadik, jon bermadik, hammani qilib hayron. Yurtimdagi bu tinchlikka ko'z tegmasin duo ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Osmonimiz har doim musofo bo'lsin. Istiqlolimiz bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Juda yaxshi bir chiroyli she'r bo'ldi. Alloh ijodingizga baraka bersin. Endi azizlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Insonni kamoloti ikki narsaga bog'liq deydilar Hazrat Alisher Navoiy. Ayniqsa yoshlarimizni kamoloti. Biri odob, axloq, ikkinchisi ilm. Shu uchun bir baytda aytadilarki, adab o'rgan, ilm hosil qil, ahli ma'nilarga o'zni vosil qil. O'sha komil bir inson bo'lmoqchi bo'lgan odam, yetuk bir inson, bir donishmand bo'ladigan kishiga, ayniqsa farzandlarimizga ikki narsa muhim ekan. Biri odob, axloq, biri ilm. Diqqat qilinglar, Hazrat Alisher Navoiy ilmdan oldin odob, axloqni tilga oldilar. Shu uchun odob axloqsiz ilm mukammal bo'lmaydi, ilmsiz odob axloq ham mukammal bo'lmaydi. Shu uchun bugungi kunda mana yoshlarimizdan biz kitob o'qishni talab qilyapmiz, yaxshi olim bo'lishni talab qilyapmiz, yo bo'lmasa bir kasb o'rganishni talab qilyapmiz, odobli, axloqli bo'lishni talab qilyapmiz. Hazrat Alisher Navoiyda
mana shu jihatlar hammasi mukammal berilgan. Faqat Navoiy Hazrati fikrlarini biz juda sodda qilib, chiroyli qilib farzandlarimizga tushuntirish qilishimiz kerak xolos. Shu uchun mana shu Mahbubul Qulubda Hazrat Alisher Navoiy ilmga, olimlarga alohida diqqat qaratadilar. Ya'ni ilm bu har bir kishini bir ziynati, bir gavhari. Uni yetuklik pillapoyasiga chiqish uchun asosiy xususiyat, asosiy fazilat deydilar. Lekin boshqa bir jihatdan aytadilarki, ilm o'qigandan keyin unga amal qilish kerak. Olimi beamal, zamburi beasal deydilar. Va mana shu kitoblarda bir joyda keltiradilarki, ilmiga amal qilmaydigan odam ustiga kitob ortilgan xuddi eshakka o'xshaydi, bir markabga o'xshaydi deydilar. Eshakning ustiga qancha kitob ortsangiz, qanaqa zo'r kitoblar ortsangiz, u hech narsani fahmlamaydi. Uni vazifasi shu yukni kerakli joyga yetib qo'yish. Shu uchun ilm o'qidingmi, unga amal qil deydilar. Va mana ilm o'qib amal qilmagan odamni xuddi shudgor qilib, urug' sepib, hosil olmagan odam nimaga kishiga o'xshatadilar. Va bir chiroyli baytlari bor. Ilm o'qib qilmagan amal maqbul, dona sochib ko'tarmadi mahsul. Qarang, ilm o'qib amal qilmagan odam xuddi yerga dona sochib hosil olmagan odamga o'xshaydi. Shu uchun mana shu ilmga juda ham ko'p targ'ib qiladilar. Va hatto bir joyda mana 98-tanbihda aytadilarki, gadoning farzandi donishmand bo'lsa deydilar, u mansabdorlar bilan hamnishin bo'ladi deydilar. Mansabdorlar bilan, boylar bilan, ulug'lar bilan birga o'tiradi, mana shu ilmni sharofatdan deydilar. Ya'ni ular bilan birga bo'ladi. Boyning farzandi dangasa bo'lsa, loqayd bo'lsa, tambal bo'lsa deydilar, u nokaslar bilan suhbatdosh bo'ladi. Mana qarang, hayot mana shunaqa. Ilm mana shunday bir fazilatli narsa ekanda. Lekin yana bir narsani aytadilarki, Hazrat fosiq olim deydilar. Bilginki o'ziga zolim dushmandir deydilar. Fosiq bo'lsa, u o'ziga zolim, bu dushman bo'ladi deydilar. Baxil boy esa nodondir. U o'ziniga ziyon qiluvchi kishi deydilar. Bu ikki toifa deydilar, umrini bekorga o'tkazadi deydilar. Ya'ni ilm o'qib, olim bo'lib, buni ilmidan o'ziga ham bir foyda tegmagan, boshqalarga ham bir foyda yetkazmagan odam, ikkinchisi ko'p ranj chekib, qancha haligi yolg'on gapirib, zulm qilib, ko'p mol dunyo topib, bu mol dunyosidan na bir o'ziga foyda tekkan, na bir boshqaga bir foyda yetgan. Bu ikki odam deydilar, Hazrat Alisher Navoiy hasrat bilan go'rga ketadi deydilar. Bularni umrini oxiri voy, hasrat bilan go'rga kiradi deydilar. Shu uchun demakki, ilm bu juda ulug' narsa ekan. Allohning bergan bir ne'mat ekan, bir nur ekan. Hatto Imom G'azzoliy rahmatulloh alayhi aytadilarki, Alloh taolo deydi, mol dunyoni do'stiga ham beradi, dushmaniga ham beradi. Lekin haqiqiy ma'noda nur bo'lgan, manfaatli bo'lgan ilmni faqat o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini do'stiga beradi degan ekanlar-da. Shu uchun endi yana bir joyda bir ajoyib narsani aytadilar. O'sha Hazrat Navoiy endi olimlarga ogohnoma sifatida aytadilarki, olim kishi deydilar, johilni ro'parasiga o'tkazib, uni tahqirlash uchun, uni mot qilmoqchi bo'lsa deydi, bu ish deydi, yaxshi ish emas deydi. Bu ish o'sha olimni deydi, haligi noqisligi deydi. Chunki johil odamlar bilan olim odamni bahs qilishini o'zi to'g'ri emas. Shu uchun ham hali ba'zi bir maqol borki, javobi ahmaq sukut deydi. U agar gapga kirmaydigan odam bo'lsa, gapni tushunmaydigan odam bo'lsa, yaxshisi sukut qilgin. U ahmoqning javobi sukut saqlash kerak dedilar. Hazrat Alisher Navoiy mana shu jihatni ham aytib o'tgan ekanlar-da. Olim kishi deblar, o'z ilmi darajasini, miqdorini hurmat qilishi kerak.
gavharni tekshirib ko'rish uchun deydilar, uni toshga urish shart emas deydilar. Qarang. Shuning uchun bir ajoyib bayti ham bor ekanlar. Qoraga har kishikim durri saminni urgay. Xirat anglarki qayu biri birini sindirgay. Ya'ni qimmatbaho durni toshga ursalar, donishmand kishi sadaqa qaysi biri qaysisini sindirishini biladi. Ya'ni donishmand kishi haligi gavhar toshni sindiradimi, tosh gavhardimi buni yaxshi biladi deydilar. Shuning uchun oqil bo'lgin, dono bo'lgin, ilm o'qidingmi, ilmni qadriga yetgin deydilarda. Mana shu ilmga ko'p targ'ib qiladilar. Endi biz juda yaxshi bilamiz. Hali oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur, bilmaganni o'rganib, olim bilmagan orlanib so'ramagan zolim degan u kishini butun maqol bo'lib ketgan juda ko'p hikmatlari bor. Yo bo'lmasa haq yo'lida kimsanga bir harf o'qitmish ranjila aylamak oson emas, oning haqqin yuzganch ila deb o'sha ustozi hurmati qanchalik bir ulug' bo'lishi haqida Hazrat Alisher Navoiyda juda ham bebaho hikmatli gavharga o'xshagan gaplari bor. Shuning uchun bugungi kunda biz mana shu ilm o'qiydigan yoshlarimizga demak Hazrat Alisher Navoiyda tavsiyalarini, nasihatlarini yaxshilab yetkazishimiz kerak. Toki ular nima uchun ilm o'qiydi va ilmga amal qilish lozimligi, ustozi hurmat qilish lozimligini men o'ylaymanki, juda yaxshi tushunishadi. Bu masalada Hazrat Alisher Navoiy farzandlarimizga ham, o'zimizga ham yaqindan bir ko'makchi, yaqindan bir maslahatdosh bo'ladilar deb o'ylayman. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat til va adabiyot universiteti dotsenti, hurmatli ustozimiz Abdumurod Tilovovning suhbatlari bilan bugungi adabiyot kechasi dasturini davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Rahmatli ustozim, filologiya fanlari nomzodi dotsent Omonjon Madayev bilan mana shu Qo'qonda bir necha yillardan beri an'ana tarzda o'tkazilayotgan Navoiyxonlikka qatnashganimizda ustoz, O'zbekistonda shunday bir ma'rifat suhbatlari bor ekanini biz bilmay yurgan ekanmiz. Qarang endi buni butun respublikaga targ'ib qilsak va buni televideniya orqali namoyish qilsak degan bir orzular bor edi. Afsus, u kishi uchun armonga aylandi, lekin mana shu go'zal kunlarga yetib keldik. Men shu shukronalik so'z bilan ustozni yodlab gapni boshlamoqchi edim. Ustozning o'zi o'sha Hazrat Navoiyni bir gapini biz talabalarga bot-bot aytadilar. Ilmni kim vositai joh etar? Ilmni kim vositai joh etar? O'zini xalqni gumroh etar. Ko'pchilikda ilm bo'lishi mumkin, ustoz. Shunday. Lekin o'sha olingan ilm agar ezgulikka xizmat qilmasa, xalqqa xizmat qilmasa, yaxshilikka xizmat qilmasa, u jaholatdan boshqa narsa emas. U faqat o'sha ilm egasi uchun ham zarar, boshqalar uchun ham zarar bo'ladi, deyaptilar. Hazrat Alisher Navoiy Laylo Majnun dostoni xotimasida Ibrohimjon domla har kimga o'lim bo'lsa vosil, gardardi-yu holi yo'q ne hosil deb aytadilar. Inson bir necha ilmlarga ega bo'lsa, lekin unda dard va hol bo'lmasa, unda ilmning nima foydasi bor degan gapni aytadilar. Ya'ni dard va hol degan so'zni ikki baytda ikki marta ishlatadilar. Navoiyga juda ham xos bo'lmagan holat. Lekin bunda menimcha bir narsaga diqqat qilmoqchilar. Rahmatli ustozimiz Najmiddin Komilov tasavvuf monografiyalarida o'sha dard hol degan so'zga 11 xil izoh berib yozgandilar. Ilm, hol, muhabbat va hokazo. Lekin men nazarimda bu yerda Hazrat Navoiy bizni xalqimizning maqollarida alohida tilga olingan ixlos degan bir tushunchani aytmoqchilar. Ixlos xalos deydi xalqimiz. Ya'ni inson bir necha ilmlarga ega bo'lsa-yu, lekin o'sha ilmlar ixlosga yo'g'rilmagan bo'lsa, bunday ilmning foydasi yo'q deyaptilar Hazrat Navoiy. Ulug' bir hikmatda aytiladiki, barcha insonlar halokatdadirlar, olimlargina bundan mustasno. Olimlar ham halokatdadirlar. Ilmi bilan amal qilgan olimlar bundan mustasno. Hikmatning 3-qismi insonni jiddiy o'ylantiradi, ustoz. Ilmi bilan amal qilgan olimlar ham halokatdadirlar. Ixlos bilan amal qilgan olimlar bundan mustasno. Demak, Hazrat Navoiy ta'rif qilayotgan ilm ixlosga yo'g'rilgan amalli ilm hisoblanadi.
Hazrat Alisher Navoiy ilmning asosiy manbai bo'lgan o'sha tilga ham alohida diqqat qaratadilar. Insonni inson til ayladi judo hayvondan bilki guhari sharifroq yo'q onni deydilar. Insonni insonligini uning tili ajratib turadi. Mana Mahbul Qulda aytayaptilarki, tilini tiya olgan kishi donishmand hakimdir. Til bilan dil bir bo'lsa, yana ham yaxshi. Til bilan dil insondagi eng yaxshi a'zolardir. Odam til tufayli boshqa hayvonlardan imtiyozli bo'ldi. Haqiqatdan ham insonligini uning nutqi, tili alohida ajratib turadi. Favoidul Kibar asarida Sayfiddin ustoz shu 7-g'azalida "Shu nutqila bo'ldi mumtoz barcha hayvondin, ham oxir ul hayvondin erur maqolat anga" deydilar Hazrat Navoiy. Qarang, insonni boshqa mahluqotlardan til, nutq mumtoz qildi, afzal qildi. Yuksaklikka ko'tardi. Lekin shunday bir payt keladiki, yana unga o'sha hayvondan nutq irod qilinadi deyaptilar. Bu yerda Hazrat Navoiyning bir dahosi, ilmi haqida gapirishimiz mumkin. Hazrat Navoiy bu yerda mumtoz adabiyotdagi iqtibos degan san'atni nihoyatda o'rinda ishlatganlar. O'sha Nahl surasidagi Dabbatul Ars, yer hayvoni haqidagi ilmiy haqiqatni bu baytlarga singdiryaptilar. Demak, o'sha Dabbatul Ars qiyomatga yaqin yerdan chiqadigan hayvon bu kitoblarda alohida tilga olinadi. Hazrat Navoiy aytibdilarki, o'sha tili bilan ezgulikka da'vat qilgan, yaxshilikka chaqirayotgan insonlarni tili bilan qaytargan insonlar, inkonchilar, munkurlarga shunday bir paytda yerdan bir maxluq chiqadi va u insonga o'xshab ularga gapiradi. Ya'ni sizlar ishonmagan kun mana shu kun, endi ham ishonmaysizlar mana deganda, yo'q, endi tavba eshiklari bekilgan degan bir ulug' ogohnoma bu yerda aytilyapti. Mana domla so'z haqida juda chiroyli gapirdilar. So'z bo'lmasa, til bo'lmasa, shoir bo'lmaydi. Asar bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Hazrat Navoiy dostonlaridan birida so'z dedilar, bu dunyodan ham qadimiyroq dedilar. Haqiqatan ham Alloh taolo mana bu butun dunyoni kun, ya'ni bo'l degan amr bilan yaratdi. Kun dedi, fayakun. Alloh taolo amr qildi dunyoga, bo'l, yaral dedi, yaraldi. Shu uchun Navoiy Hazrat aytadiki, so'z bu dunyodan ham qadimiyroq deydi. Endi shu uchun tilga e'tiborsiz, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Mana bugungi kunda biz ona tiliga juda katta e'tibor beryapmiz. Davlat tili bo'lgan ona tilimiz o'zbek tiliga juda katta e'tibor beryapmiz. Hukumatimiz tomonidan ham mana shu ona tilimizni rivojlantirish uchun qancha qarorlar chiqyapti. Demak, biz tilimizga jiddiy e'tibor berishimiz kerak va yoshlarimizda ham mana shu ona tilimizga muhabbat ruhida tarbiyalashimiz kerak. U agar 1000 ta xorijiy tilni bilsin, butun dunyo ilmini bilsin, mani nazarimda agar ona tilini yaxshi bilmasa, u nodondir. U muhabbatsiz kishidir. Shu uchun avvalo biz ona tiliga, ona vatanga muhabbat tuyg'usini bolaga o'rgatishimiz kerak. Hazrat Alisher Navoiy mana shu tilni muhimligi, nutqni muhimligi va mana bu turkiy tilni adabiyot olamida qanchalik bir o'rni borligini bu kishi asarlarda aytib o'tganlar. Hatto Muhokamatul Lug'atayn degan asar yozdilar. Mana shu Muhokamatul Lug'atayn asari turkiy til bilan forsiy tilni muqoyasasi. Bu asarda har bir kishi o'qish kerak. Mana shu asarda turkiy tilni o'ziga xos fazilatlari nimadan iborat? Forsiy tildan qaysi jihatlari bilan afzallik tomonlari bor? Mana shu asarni juda katta tajriba, juda katta kuyunchaklik bilan yozganlar. Va hatto shu asarda turkiy tilda shuncha imkoniyat bo'lib, lekin bizni turk yigitlari forsiy tilda ijod qiladi. Afsus degan joylari bor. Endi qarangki, mana shu turkiy tilda jahon shumul asarlar yozishdi. Hazrat Alisher Navoiy o'zi hayotda ko'rsatib berdilar, isbotlab berdilar. Turk nazmida chumen tortib alam, ayladim ul mamlakatni yaqqalam deydilar. Shu uchun
butun mana shu mamlakatlarda Xitoy, Movarounnahdagi turkiylarni hammasini mana shu turk tilidagi asarlarim bilan birlashtirim deydilar. Shu uchun Hazrat Navoiyni til haqidagi fikrlari juda ham muhim hammamiz uchun. Endi til haqida, u kishini so'z haqidagi gaplari Hazrat Navoiyni butun asarlarda sochilib ketgan. Agar ularni bir joyga yig'sangiz, katta bir kitob bo'ladi, domlalar. Katta bir asar bo'ladi. Shu o'rinda bir so'zning qudrati haqida bir rivoyat kelib qoldi. Aytilyaptiki, rivoyatda qiyomatda bir yigit savol-javobga tortildida, uning amal daftari tortilganda savob bilan gunoh pallasi teng kelib qoldi. Ya'ni arosat, bu juda ham qiyin ahvol. Shunda birgina kichkinagina bir qog'oz parchasi keldida, yigitning gunoh pallasiga shunda qo'yindi. Shunda birdan gunoh pallasi cho'kildi va cho'kib ketdi-da, uni o'sha baxtsizlar qatoriga haydashdi. Ketayotgan paytda hali yigit nola qila boshlaganda Alloh taolo aytayaptiki, u bandan menga bir narsa demoqchi, qaytaringlar dedi. Hey banda, nima demoqchi desa, Rabbim, men sening taqdiringga roziman. Lekin ketayotganda padari buzrugvorim ham o'sha baxtsizlar qatorida ekan. U dunyoda menga o'rgatdi, ta'lim berdi, ilm berdi, lekin men unga bir foydam tegmadi. Hech bo'lmasa padar buzrugvorimga bu dunyoda foydam tegsin, uning gunohlaridan menga bergin, savoblarimdan otajonimga bergin degan edi. Alloh taolo aytdiki, sen juda himmat ko'rsatding, lekin himmat ko'rsatish borasida menga yetadigani yo'q dedi va buni ikkalasini ham ota-onani ham otani ham bolasini jannatlar qatoriga. Endi bu yerda muhim aytiladigan gap nima? O'sha tarozi pallasining bosilishiga, ya'ni gunohlarning bosilishiga, uning do'zaxi bo'lishiga sabab bo'lgan qog'ozda bir so'z bor edi. U so'z juda ham uzundan uzoq so'z emas edi. U ikkitagina harfdan iborat so'z edi. Uf degan so'z edi. O'sha yigit demak shuncha tarbiya ko'ribdi, nimadir bo'lib otasiga shu uf degan ekanda. Demak uning amal tarozisining o'sha gunohlar pallasini bosilishiga bittagina shu so'z sabab bo'lgan ekan. Demak bu biz har bir gapimizni, ayniqsa ota-onamizga bo'lgan munosabat borasida har bir gapimizga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerakligini bir ibrat deb bilaman. Ota-ona oldida uf deyishdan saqlaning. Ko'tarib ovozingiz do'q urishdan saqlaning. Bilmayin ne qilganingiz cho'p otishdan saqlaning. Kun kelib farzandingiz otmasin tosh farzandlarim. So'zdir ki nishon berur o'likka jondin. So'zdir ki xabar berur jonga jonondin. Insonni so'z judo ayladi hayvondin. Bilkim guhari sharifroq yo'q ondin. Endi bu so'zni ifodalaydigan a'zo bizning og'zimiz, bizning tilimiz. Lekin masalani yana bir boshqa tomoni bor. Til juda muhim deyapmiz. Lekin bu til bir insonni qalbiga xursandchilik ham solishi mumkin. Lekin bir insonni qalbiga jarohat ham solishi mumkin. So'z ulug' narsa, til ulug' narsa, lekin uni inson aql bilan, donishmandlik bilan nima qilish kerak? Jilovlash kerak. Kerakli paytda kerakli so'zni ayta bilish kerak. Shu uchun ham aytishadiki, hali tishdan yetgan jarohat tuzaladi, lekin tildan yetgan jarohat tuzalmaydi deyiladi-da. Hazrat Alisher Navoiy mana buni ham juda chiroyli bir aytib qo'yibdilar. Kimki birovning ko'nglini qattiq so'z bilan jarohatlar ekan, unga ham achchiq til zaharli nayzadek sanchiladi. Siz bir insonga yomon gapirsangiz, u ham sizga yomon gapiradimi, yo'qmi? Haqorat qilsangiz, haqorat qiladi. Endi to'g'ri nasihatlar borki, yomonlik aylaganga yaxshilik qil. Otang erdur, sanam erdek qiliq qil, yomonlik aylaganga yaxshilik qil. Lekin hamma inson ham yomonlik qilganga yaxshilik qila olmaydi. U yomonlik aylaganga yaxshilik qilish uchun ma'lum bir saviya, ma'lum bir ilm, ma'lum bir e'tiqod bo'lish kerak. Shu uchun hammaga bilib bilmay yomon gapirmaginki, u ham senga yomon gapiradi deydilar Hazrat Navoiy. Tilingga ehtiyot bo'lgin deydilar. Yana bitta chiroyli fikrlari bor. Muloyim so'z vahshiylarni ulfatga aylantiradi. Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi deydilar-ku, ha? Demak, muloyim so'z vahshiylarni ulfatga aylantiradi. Afsungar
afsun bilan ilonni inidan chiqaradi. Qara deydilar, afsungar. Afsuni bilan ilonni inidan chiqaradi deydilar. Sen ham agar yaxshi so'z so'zlasang, seni ko'p kishilar tinglaydi, eshitadi, senga quloq soladi deydilar. Demak, til bu ulug' narsa, ammo tilni ham nima qilish kerak ekan? Boshqarish kerak ekan, tilga e'tibor berish kerak ekan, gapiradigan har bir gapimizni o'ylab gapirishimiz kerak ekan. Hazratda ilm to'g'risidagi gaplari mana bugungi kungacha ham dolzarb. Najot ilmdan deyishadi. Biz mana yoshligimda o'sha esimda qolganni, o'sha hayotimda dastur amal bo'lgani, yoshlikdagi ilm maqzanin qariliq chog'i xarj qilg'il ana deyishgan. Demak, yoshlikda o'qi, ilm ol, undan keyin o'shani qarilikda o'shani sarf qil, xarj qil deyishganda endi. Endi bu bugungi yoshlarimizga mana shu hammasiga dasturamal bo'lish kerak. Chunki mana hozir hamma holat bo'yicha yaxshimiz, sportdan yaxshimiz, boshqa holatdan yaxshi, madaniyatdan yaxshimiz, lekin ilmdan ham, dunyoviy ilmdan ham biz juda ham o'tkir bo'lishimiz kerak. Dunyoda ishi shunga taqozo qilyapti. Hazrat Navoiy Mahbubul Qulub asarlarida 109-tanbehda shunday deyaptilar. Odamzodning yaxshisi taqvodor va pok bo'lgay. U haq so'zni aytishda hech narsadan qo'rqmagay. O'zi pok va ko'zi pokni inson desa bo'lgay. Tili pok va ko'ngli pokni musulmon desa bo'lgay. Musulmon shunday kishiki, musulmonlar uning tili va qo'lidan yaxshilik ko'rgaylar, omonda bo'lgaylar va ko'zi-yu ko'nglidan xotirjamdirlar deb aytayaptilar. Va mana shu fikrlarni davom ettirib 110-tanbehda yaxshi kishidan yomonlar ham yomonlik kutmaydi. Chunki yaxshi kishi yomonlarga ham yaxshilik qiladi. Yaxshilik qila olmasang, yomonlik ham qilmagin. Yaxshilikni yomonlikdan yaxshiroq deb bilmasang, yomonroq deb ham bilmagin. Yaxshilik qilishni bilmasang, yaxshilarga qo'shil. Yaxshilikni atrofida aylana olmasang, yaxshi insonlarni atrofida aylan demoqdalar. Mana shu aytilgan fikrlar, mana shu aytilgan hikmatlarning hammasi Qur'on va hadislarda keladi. Mana shu joyda ham mana shu hozir o'qiganlari bu bevosita o'sha hadislar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, musulmon shunday kishiki, musulmonlar uning tili va qo'lidan yaxshilik ko'rgaylar. Bu o'sha mashhur bir hadis bor. Shu hadisni sharhi. Yo bo'lmasa, haligi odamzodni yaxshisi boshqa birovlarga ham o'sha manfaat yetkazadigan degan fikrlari borki, hazratni mashhur hadis bor. Qolan Nabiy alayhisalom, xayrun nosi man yanfa'un nos. Insonlarning yaxshisi insonlarga manfaati yetadigan, foydasi yetadigan kishi dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Mana shu hadislarda o'sha badiiy bir ifodasida endi mana aytibdilar, odamzodning yaxshisi taqvodor va pok bo'lgay. Endi bu yerda taqvodorni biz tushunishimiz kerak. Taqvodor qanaqa odam o'zi? Biz bilamizki, Qur'oni Karimdan keladi. Astaizu billah, inna akramakum indallohi atqokum. Alloh taborak va taolo aytadiki, sizlarni ya'ni mukarramroqlaring, hurmatliroqlaring, darajasi balandroqlaring taqvodorroqlaring dedilar. Ya'ni insonni ulug'ligini Alloh taolo taqvosiga bog'lab qo'yadi. Taqvo degani endi o'sha savobli ishlarni qilish, gunoh ishlardan o'zini saqlash. Qisqacha aytganda, taqvo shu. Allohning buyurgani, payg'ambarimiz alayhisalomning buyurgan o'sha savobli ishlar, xayrli ishlarni bajarish, solih amallar qilish, Alloh qaytargan ishlardan, yomon, harom, gunoh ishlardan o'zini saqlash. Mana shu taqvo bo'ladi. Demak, inson yaxshi inson bo'lish uchun mana bu xislatlarga ega bo'lish kerak ekan. Gunohni qilmaydigan, savobni qiladigan kishi bo'lish kerak ekan. U katta olim bo'lishi mumkin, katta mansabdor bo'lishi mumkin, odamlarga deylik, juda manfaati yetadigan boy badavlat bo'lishi mumkin. Lekin bu yoqdan urib gunohni qilaversa, u taqvodor inson bo'lmaydi.
Endi ikkinchisi pok bo'lgay deyaptilar. Toza bo'lish kerak, qalbi samimiy bo'lish kerak, niyati sog'lom bo'lish kerak. Chunki amallar niyatlarga ko'ra degan hadis borki va hatto yana bir hadis borki, mo'minni niyati uni amalidan afzal deyiladi. Qarang, o'sha har bir yaxshi ish o'sha yaxshi niyatdan boshlanadi. O'sha Allohning roziligi uchun, savob uchun shundan boshlanadi. Masalan, bir birodarimiz shifoxonada yotgan bo'lsa, savob umidida borishimiz boshqa. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom hadislarida o'sha mo'min birodaring kasal bo'lsa, uni borib ko'rish sani haqqing deganlar. Savob uchun borib undan xabar olish boshqa. Endi shu bormasam bo'lmaydi, mendan xafa bo'ladi, bir ko'rib qo'yay deb borsa, u boshqa. Chunki niyatga bog'liq bo'ladi. Shu uchun pok bo'lg'ay degani shuki, ya'ni uni qalbi pok bo'lish kerak, niyati samimiy bo'lish kerak. Ya'ni demoqchimanki, mana bu so'zlarni biz tushunishimiz kerak. U haq so'zni aytishda hech narsadan qo'rqmagay. Haqiqatda aytuvchi bo'lish kerak. Haq gapni gapirish kerak. Ya'ni ruhi xotir deydi. Bir nimalarni o'ylab yo bir manfaatni o'ylab haqiqatni aytmaslik bu to'g'ri emas. O'zi pok va ko'zi pokni inson desa bo'lgay. O'zi pok. Demak, yuqorida aytganimizdek, o'zi gunoh qilmaydi, savob ish qiladi. Ko'zi pok. Ko'zi nomahramga qaramaydi, har xil harom narsalarga qaramaydi. Ko'zini pok qilish, o'zi ko'zni asrash, quloqni asrash, g'iybat, tilni asrash u juda og'ir narsa aslida. Mana shu nomahramga qarash haqida hadis keladi. Birinchi nazar u kechirimli deydi. Qaytib nomahramga shahvat bilan ikkinchi marta nazar solsang, bo'ldi, gunoh yoziladi deydi. Demakki, ko'zni asrash oson narsa emas. Ko'z ko'rdi, ko'ngil sevdi, mening ne gunohim bor deydi bir she'rda. Keyin unga javoban haligi boshqa mutasavvif aytadi, yo'q deydi. Sani nimang bor, gunohing bor deydi. Ko'z ko'rdi, ko'ngil sevdi, mening ne gunohim bor deyish, bu deydi xato deydi. Ko'zingni ehtiyot qilasan deydi. O'zingni saqlaysan deydi. Shunga o'xshab shoirlardan bu fikr ham bor, bu fikr ham bor. Endi tili pok va ko'ngli pokni musulmon desa bo'ladi. Kim musulmon deyaptilar Hazrat Alisher Navoiy? Tili pok bo'lish kerak. Ya'ni tilidan har xil yomon gaplar gapirmaydigan, birovga ozor bermaydigan, doimo bu tilovat qiladigan, zikr qiladigan, tasbih qiladigan, insonlarga va'z nasihat qiladigan, insonlarga yaxshi gapiradigan til bo'lish kerak. Endi boya aytdik-ku, bu til shunday narsaki, insonni qalbiga xursandchilik ham bag'ishlaydi, lekin uni qalbiga jarohat ham bag'ishlaydi. Endi mana shu ko'ngli pok, qalbi pok, endi ko'ngilni pok qilish, qalbni pok qilish bu oson narsa emas. Ya'ni har birimiz mana shu qalbimizga diqqat qilishimiz kerak. Ka'baki ulub olamning qiblasi, qadri yo'q andoqki ko'ngil Ka'basi. Yaxshi bilan yursang derlar yaxshidir. Taqvo ahli yaxshilarning naqshidir. Dunyoviy, uxroviy ishing yaxshidir, yaxshilarga yondosh qilgin Allohim. Bu dunyoda ulug'larni do'st tutding, ulug'larni do'st tutganni do'st tutding. Gunoh qilsam yozdirmay tavbam kutding, ulug'larga ulov qilgin Allohim. Hazrat Alisher Navoiyning shu mahbul qilib asarlarida 100-tanbehda yaxshilar bilan birga bo'lishni bir chiroyli baytlarda tushuntirib beradilar. Aytadilarki, har kim bir qavmning urf-odatini qilsa, u sekin-asta o'sha qavmning ishini tutadi. Kimgaki payrovlik qilsa, o'sha odam yetgan joyga bu ham yetib boradi. Agar bu so'z senga malol kelsa, ashabi Kahf va ularning itlaridan o'rnak ol deyaptilar. Qarang, qit'ada aytayaptilarki, Nabiy o'g'li tamug'ni qildi maskan, tomiq ahli guruhin chun erishdi. Va lekin jannat ahli payravi it yetishdi qaydakim ul el yetishdi. Nuh alayhisalomning o'g'li Kanon edi. O'sha otalarining gaplariga kirmadilar, kemaga chiqdilar, kemaga chiqmadi. Chunki u
o'zi o'sha kofirlar bilan birga bo'lgan edi, kofirlar bilan do'stlik qilgan edi va shu kofirlar qatori jahannamga ketdi. Endi ashobi kafni iti o'zi itku u. Shu ashobi kafga ergashgani uchun ashobi kaf qatori jannatga kirdi. Ashobi kaf jannatga kirdi. It ham mana shu ashobi kafni sharofatidan shularga ergashgani uchun u ham jannati bo'ldi deydilar. Ustoz shu yerda haligi Hazrat Navoiyni o'sha ashob kahf bilan bog'liq bir anaqa talbih san'ati bor-ku. Kahf baqo ichra alar bo'lsagum, men ham o'lay robihum kalbuhum deydilar. Qarang, Hazrat Navoiyning kamtarliklariga qarang. O'sha yoshlar tele tomoshabinlarni eslatamiz. O'sha zamonasining zolim podshohning zulmidan qochgan o'sha ashob kahf bir g'orga kirib ketadi. Orqasidan ularni iti ergashadi. Ba'zi rivoyatda o'sha itni qancha haydashsa ham qaytmaydi. O'sha ular g'orga kirib ketgandan keyin o'sha yerda qoldi deydi. Endi Hazrat Navoiy nima deyaptilar? Mendan oldin muqaddam Forsiyda ustozlarim xamsa yozuvdilar. Men esa ashobi qaf singari men ham ulay robihum kalbuhum. Ularga ashobi qafning itlari kabi ergashib men ham bu yo'lda o'sha doston yozayapman deyaptilar. Qarang, mana ey Navoiy sen kim u masjid mehrob istamak, qayga qo'ysa xo'blar oyog'in sen boshingni qo'y deyaptilar, ha? Sen haligi vodiycha aytganda aqa-baqa yuraverma. To'g'ri aytdingiz, ustoz? Ha, sen o'sha xoki poy yaxshilar bo'l. Ezgu o'sha ulug' insonlarni, ha, olimlarning orqasidan ergashgan, ularni oyoq qo'ygan joyiga sen peshonangni qo'ygin, adashmaysan deyaptilar. Mana nimada Huvoyda hazratda aytiladimi? Xoki poyi yaxshilar bo'l, xok bo'lmasdan burun, bu qaro yer bag'ri senga chok bo'lmasdan burun. Qarang, bu hikmatlarga menimcha hozir juda ham ehtiyojimiz katta. Payg'ambarimiz alayhissalom ham hadislarda birida aytdilarki, al mar'u ma'a man ahabba. Kishi sevgani bilan, do'st bo'lgani bilan birga bo'ladi dedilar. Bu dunyoda kimni yaxshi ko'rsangiz, kimni do'st tutsangiz, inshaalloh qiyomatda ham u bilan birga jannatga bo'lasiz, Xudo xolasa. Ha, Xo'ja Ahror Valini pirlari Mavlona Yaqubi Charxiy bilamiz. Shu Mavlona Yaqubi Charxiyni ajoyib bir to'rtliklari bor, Forsiy. Ma'nosi shundayki, san deydilar, yomonlar bilan birga yurgan bilan men yomon bo'lib qolmayman deb o'ylama deydilar. Qara deydilar, quyosh butun dunyoga nur sochgani bilan deydilar, bir parcha bulut uni yuzini to'sib qoladi deydilar. Demak, o'sha yomonlar bilan birga yuraversang, bir kun emas bir kun ularning nuqsi, ularning yomonligi senga ham uradi. Shuning uchun hushyor bo'lgin, yomonlardan yiroq yur, yaxshilarga yaqin yur deydi. Olimlarimizni, valilarimizni suhbatlaridan bir oqtargan yo'lni o'ylab yurgan narsamga bir yechim topdim-da. Navoiyni odob haqidagi, mana bu ilm olish haqidagi narsalar, bu tarbiyaviy so'zlar, suhbatlarni eshitgandan keyin shu bildimki, bizga bu Navoiyni ijodini o'rganish mana shu o'zimizni, o'zligimizni, insonligimizni, bu yerda bizni insonning qalbi, uni hissiyotlari, uni haligi va jamiyat oldidagi burchi, ota-ona oldidagi burchi, buni esdan chiqarmaslik, chunki vaziyatlar har xil bo'ladi. Yechimlarda ham o'sha vaziyatga qarab yechiladi. Eshon aka, shu narsalarni saqlab qolish uchun nima qilish kerak desa, men o'ylab hozir shu yerda sizlarning suhbatlaringdan nima topdimki, yo'l topdimki, biz Navoiyga mahkam yopishimiz kerak. Bizning najotimiz shu azizlarning, avliyolarning yo'li. Aziz ustozlar, adabiyot kechasi, Navoiy xonlik kechasi ishtirokchilari, azaldan Navoiy xonlik kechalarini san'atkorlarning, hofizlarning kuy qo'shiqlarisiz tasavvur qilish qiyin. Dasturimizni Navoiy g'azali, Qoshiyo Summuddin g'azali bilan davom ettiramiz. Ijro etadi O'zganali Mahmudov. Marhamat. Qoshiyo Summuddin
qarasın Köngülüme her yerini derdim kalasın diyeyim. Közü kahrin mudin Kibriyen gizahrin mudin Bu külüm Rab oradı Sarı sabah sınudin İşkıdardım mudin Hacriyan nadardım mudin Bu kattık dertler arhan Vaslin davasın mudin Çarkıram cümudin dergin şyan cümudin Canım erdirni Cabrım cabasın diyene Yar yar ey İlayet demek şu gözünün vasfini Koşuyorsun diyene Gözün karasın diye Navoiyshunos olim, xalqaro Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Ibrohimjon Saydullayev bilan bugungi davramizni davom ettiramiz. Hazrati Navoiy nihoyatda hokisorlikda uddasidan chiqqan zotlarda mana Husayn Bayqaro ham podsho bo'lgan holatda u kishi ham bu kishidan ta'sirlanib bu kishini ta'sirida u odam ham hokisor bo'lgan. Mana bu qit'ani ozgina o'qiymiz. Hazrat Navoiyning bu Hazoil Maoniydan o'sha kamtarlik bobida. Buni qarang.
nomai a'molim ul yangilik qoradur jurumdin. Kim nadomat ashkidin ani aritmoq o'lmag'ay. Balki gar bahri muhit ishra solib yillar yuvsang, ul qaro bo'lg'ay sarosar, lek bu oq o'lmag'ay. Ya'ni, buni qarang, nomai a'molim shunaqa bir gunohlar tufayli qorayib ketganki, qora siyohlar bilan yozilaverib. Uni nadomat ko'z yoshlari bilan yuvsang ham ketmaydi deyaptilar. Balki bahri muhit deb dengizni aytadi, dunyo okeanini aytadi. Shu dunyo okeaniga solib yillar yuvsang, okeanda suv qorayib ketadi-yu, bu nomai a'molim oqarmaydi deyaptilar. Shu darajada shuncha bir ajoyib hayot kechirgan musulmonlar uchun qancha manfaatlar keltirgan zot o'zlarini shunaqa bir hokisor, gunohkor deb hisoblayaptilar. O'sha bu katta bizga tanbeh bo'lish kerak. Shu kibr degan narsadan iloji boricha uzoqlashishimiz kerak hammamiz. Mana Sa'd Iskandariyda ham aytayaplar oxirida itga chun pastlig'im chog'ladim, o'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Ya'ni o'zimni itda darajasiga pastligim bo'lib, ulug'larni ipiga o'zimni bog'lab oldim deyaptilar. Ulug'lardan murod kim bu? Nizomiy Ganjaviy, Hamsanavislarda Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy. Shu uchalalarni bo'lsa alar ozimi dashti adam, men ham o'lay alar bilan ham qadam. Ya'ni adam yo'qlik dashiga ular ketsa, orqalarida men ham qadam-ba-qadam ketaveray deyaptilar. Bo'lsa alar kahfi baho ichrakum, men ham o'lay robihum qalbuhum. Ya'ni bu Qur'ondagi Kahf surasining ma'nosi bor bu yerda. Ya'ni haligi uchala o'sha Daqyoniston qochgan mu'minlar o'sha boqiy g'orga kirib ketishsa, mana ham o'sha 4-chilari it bo'lib kirib ketadi. Ya'ni hali cho'ponning iti bularga ergashib qoladi. Haydashsa ham ketmaydi. Oxiri o'sha shularga sherik bo'lib, u ham daraja topdi. Mana Farhod va Shirinda ham Farhod va Shirinda oxirgi bobida Farhod vafot qildi, Shirin vafot qildi, ota-onasi o'tdi, Mahimboni vafot qildi. Endi o'sha shaharda 40 ta chiltanlar bor ekan. Hali chiltanlar bir kuni bir xil tush ko'rishibdi. Hammasini tushida Farhod nurdan bo'lgan taxtda o'tiribdi emish. Juda bu dunyodan ham go'zal suratda. Bir yonida ota-onasi, bir yonida Shirin, bir yonida Mahimboni, bir yonida Ali do'sti. Ular ham bu dunyodagidan juda go'zal suratda ekan. Endi hali chiltanlar farishtalardan so'rayapti-da, endi bu Farhod nima amal qiluvdiki, bu darajani Alloh berdi unga. Farhod ishqni bobini nihoyatda cho'qqisiga yetdi. O'shaning uchun Alloh taolo bunga shu darajani berdi. Endi bu Farhod ishq tufayli shu daraja topdi. Yonidagilar nima amal qildi dedi? Farhodni do'st tutgani uchun dedilar. Mana o'shaning uchun mana domlamiz aytdilar, kim shu dunyoda birovni do'st tutsa, qiyomatda ham o'sha bilan birga bo'ladi deganlar. Mana o'shaning uchun kamtarinlik bobida yana Tarixiy Anbiya va Hukamo kitoblari bor Hazrat Navoiyni. Ibrohim alayhissalom qissasida Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurib bo'lib, bitkazib bo'lib, bir faxr qilib butun dunyo tavof qilayotgan uyni men qurdim degan ekanlar. O'shanda xitobi ilohiy bo'ldiki, ey Ibrohim, munshakir elasan. Birorta och bandani qornini to'ydirdingmi yo birorta yalang'och bandani ustini bitladingmi? Muncha faxr qilasan deb itob keldi. Tap tutashab sajda qilib tavba qildilar. O'shanga o'xshagan bir insonni ko'nglini olishlik Allohning nazdida Ka'ba qurilishidan ham afzal deyaptilar. O'shaning uchun bir g'azallarda aytganlari, kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay degan baytlari bor. O'sha insonni ko'nglini olishlik, mana Mahbubul Qulubda ko'ngil bobi bor. Ana domlamiz Xudo xolasa o'qib beradilar. Insonni jasadi bir mamlakat bo'lsa, uni podshosi ko'ngil ekan. Aql emas, ko'ngil ekan. Ko'ngil aql yaxshi, mana yomon ajratib beraveradi. Ko'ngil qaysini qabul qilsa, bu lashkar ekan, o'sha ishni bajarar ekan. O'shanga o'xshagan Navoiy hazratni o'qigan odam faqat ko'nglini poklashga bir sa'y qiladi xolos. Ko'ngil pokligiga erishish uchun Hazrat Navoiyga albatta hammamiz yopishimiz kerak. Nimagaki, mana Abdumurod domla ustozlari Omonullo Madayev tilshunos olim edilar. Adabiyot jonkuyari edilar. Tilimizni jonkuyari edilar. Mana shu odam aytardilarki, ey birodarlar,
biz baxtli xalqmiz. Alloh taolo bizga Navoiyni bergandirdilar. Bu odamlar kichkina odamlar emas. O'shaning uchun shu mana bu anjumanlar bejiz bo'lgani yo'q. Mana shu endi mana shu Hazrat Navoiyni ijodiga yoshlarni ham jalb qilishimiz kerak. Mana hozir hammamiz yoshi ulug' ko'rgan kechirgan odamlarmiz. Lekin yoshlarni kelajagimizni yaxshi bo'lish uchun yoshlarni ham jalb qilish kerak. Mana bu yerda eshitganlarni yoshlar xonadonga ham borib nima qilish kerak. O'shaning uchun mana endi mana bu Yahyoxon akam bir yili Qo'qon gazetasida mana shu g'azalni chiqardilar, yangi topilmay ekan. Buni endi o'sha Xazoin Maoniyda barcha nashrlarini tekshirib, oqtarib ko'rdim, shu g'azal topilmadi. Lekin bu g'azal Alisher Navoiynikilar aniq. Nimagaki g'azalda saviyasidan ma'lum. Keyin Mahmud Qori Xo'qandi mana shu g'azalga Muhammad bog'lagan ekanlar. O'zining devonlaridan o'sha chiqib qoldi mana shu g'azal. Mahmud Qori Xo'qandiniki, u kishi ham juda zabardast olim o'tganlar. Bu payg'ambarimiz alayhisalomga atalgan bu g'azal. Shuni qisqa qilib sharhlab beraman qo'limdan kelgancha. Na yangilik ayladi tasvir orazing naqqosh, kinating ayg'ali aylar ko'ngil til ila talosh. Ya'ni payg'ambar alayhisalomga muhabbat kuchli bo'lganda ota bobolarimizda qaysi shoir o'tgan bo'lsa, payg'ambarimizga nat yozmagan shoir bo'lmagan. Hammalari payg'ambar alayhisalomga muhabbat izhor qilishgan. Mana qarang, shu Alisher Navoiydek zotlar jonini fido qilib yuboryapti payg'ambar alayhisalomga. Dunyo sultonligi emas tafohur, aning ummatligidandir tafohur deganlar Hazrat Navoiy. Ya'ni dunyoga podsho bo'lishlik faxrlanadigan ish emas. Muhammad alayhisalomga ummat bo'lishlik faxrlansa arziydigan ish deganlar. Mana o'sha mana bu yerda ham aytyaplarki, yo Rasululloh, sizni jamolingizni Alloh taolo shunaqa naqqoshi azal go'zal yaratganki, uni ta'riflagani ko'ngil bilan til talashib qolyapti. Ko'yingda o'lsa sifirga mijaq tong ermaskim, yo'lingda shahbar ila Jabril idi farrosh. Yo Rasululloh, sizni yuradigan yo'lingizni kiprigim bilan shipirsam hech ajablanarlik emas. Jabril alayhisalomning muqarrab farishta qanotlari bilan shipir yurardilar. Qamar yuzi yorug' o'ldi yuzing shu oyidin, ul oqshomiki maloik ediysan ya yo'ldosh. Ya'ni o'sha Me'roj kechasida siz Allohning huzuriga ketayotganingizda sizni yuzingizdan taralgan nurga oyning yuzi yana ham yorishib ketdi deyaptilar. Payg'ambar ahliga aqsodakim imom o'lding, alar kavokib erdilar san erding anda quyosh. Ya'ni o'sha Masjidul Aqsoda Me'rojga chiqishdan oldin Sulaymon alayhisalom devlarga qurdirgan Masjid Aqsoga bordilar. Allohning qudrati bilan 124 ming payg'ambarimiz kutib turgan ekanlar, oldinga o'tganlar. O'shalarga imom bo'lib 2 rakat namoz o'tadilar. O'shanda siz quyosh edingiz, ular yulduzlardilar deyaptilar. Falaklar o'za chiqib ummato deding yig'lab, otingning bosqon iziga tasadduq o'lsin bosh. Ya'ni 7 osmonda to'xtab, har bittasida 2 rakatdan namoz o'qib, ummatimning gunohini kechirdim, Allohdan so'raganlar. Bizni gunohimizni so'raganlar Allohdan. Bu johu saltanati kim senga berdi Xudo. Hijoz va g'ayri hijoz ichra yo'q senga o'xshash. Ya'ni Alloh taolo sizga shunaqa ulug' martaba berdiki, o'sha Makatullohda ham, yer yuzida ham sizda darajadagi inson yo'q deyapti Allohning nazdida. Nimaga Allohning o'zi hadis qudsida aytayapti, lavloka va ma xalaqtul afla. Ya'ni ey Muhammad alayhisalom, sizni yaratmaganimda olamni yaratmagan bo'lardim deyapti Alloh taolo. Bu xitob hech kimga bo'lmagan. Hamisha yig'lar erdilarki avji kibriyoga boqib, ki ya'ni ummat uchun ko'zlaridan oqizib yosh. Ya'ni avji kibriyo ulug' dargoh. Ya'ni kechasi kunduzi Allohning dargohiga munojat qilib, ummat uchun ko'zlaridan yosh to'kardilar. Ummatimning gunohini kechirdim. Hattoki vafot qilayotganlarda lovlari pichilayotgan Oysha onamiz Rasululloh nima deyaptilar deb qulog'imni tutsam, ummati deb jon berdilar. Oxirgi nafasgacha bizni o'ylaganlar payg'ambar alayhisalom. Bilig'a bog'ladi mahkam qanoat asbobin, Muhammad ochlig'idan voqif o'lmasin deb tor. Ya'ni payg'ambar alayhisalom zamonlarni bilasizlar, qiyinchilik bo'lgan. O'shanda 2-3 kun taomsiz qolib ketsalar, qonlari kirib ketar ekan. Shunda ko'chaga chiqadigan bo'lsalar, hujralarda bitta yapaloq tosh turar ekan. O'sha yapaloq toshni qorinlariga baylab, ishlaridan qonlar do'paytirib keyin chiqar ekanlarki, odamlar ochligini bilmasin deb. Navoiy o'ldi ko'yingda bu domoqlikidin, ul oyni suhbatini topgan ersam erdik. Ya'ni Navoiyning qalbidagi sizga bo'lgan ishq halokatlik darajada, shavqini zo'rligidan
o'lib qolish darajasida yaxshi ko'raman sizni. Qani edi sizni zamonangizda tug'ilgan bo'lsam-u, sizni suhbatingizni eshitgan sahobalaringizdan biri bo'lganimda qani edi deb tamom qilyaptilar ana. Ana muhabbat ana payg'ambar alayhisalomga. Albatta Ibrohimjon ustoz, sizga minnatdorchilik bildiramiz, tashakkurlar aytamiz. Juda ham bir go'zal suhbat bo'ldi. Barchalarimizni dillarimiz shod bo'ldi bu suhbatlardan. Bugungi Navoiyxonlik kechasini hurmatli domlalarimiz, ustozlarimizni suhbatlari bilan davom ettirsak, albatta xazinalar ko'p dunyoda. Xazinalarning eng ulug'i bu ilm xazinasidir. Ma'lumki inson doim xazinalarni axtarish bilan ovora bo'ladi. Ushbu ilm xazinasini axtarib, xazinaning kirish eshigiga mustahkam o'rnatilgan qulfga kalit topib ochib, mana shu Qo'qon adabiy muhiti, Qo'qon tarixi bo'yicha ko'p xazinalarni topib xalqimizga taqdim etib kelyapti turgan aziz ustozimiz Yahyoxon Dadaboyev ustozimizning suhbatlari bilan bugungi Navoiyxonlik kechasini davom ettirsak. Amir Umarxon va Nodira begim, ya'ni Mohlaroyim hayotlaridan mana shu Mahbubul Qulubda aytib o'tilgan ezgu amallarga misollar keltirib o'tamiz. Amir Umarxon Mohlaroyimga yangi uylangan vaqtlarida doim har Ramazon oyi kelganda iftorda birga qilishar ekan. Birga o'tirib, kelin-kuyov. Keyin sekin vaqtlar o'tib, sharoit taqozo qilar ekan, shoirlar bilan, davlat amaldorlari bilan va boshqalar bilan iftor qilishga to'g'ri kelibdi. Mana bir 5-6 yildan keyin haramga Ramazon kirganiga 10-15 kun bo'libdi-yu, Amir Umarxon kirmabdilar. Mohlaroyim xafa bo'libdilar. Lekin xafaliklarini izhor etishga xotinlik odoblar yo'l bermaydi. Shunday odob bo'lgan ekanlar. Men bilan iftor qilmayapsiz deyolmabdilar. Va buni bir boshqa bir ishora bilan bildirishga chora izlay boshlabdilar. Bir qarasalar, dahlizda kanizaylar sochiqqa gul tikib o'tirishgan ekan. Hayvonlarga lop etib bir narsa kelibdi-yu, haligi kanizaylardan sochiq bilan ip-igna olib, o'zlarini ichlaridagi gaplarni she'rga solib, haligi sochiqqa tushira boshlabdilar. Sochiqni bitirgandan keyin Amir Umarxonni yonlarida yuradigan, haligi xizmat qilib yuradigan mahram bolalar bo'ladi. O'shalardan bittasini haramli yo'lagiga chaqirtiribdilar. Bugun iftor qayerda bo'ladi? Bugun Zuhur Devonbeginikida bo'ladi. Bo'lmasa bunday qilgan. Mana bu sochiqda olgan. Iftor vaqti bo'lib, mehmonlar yig'ilayotgan vaqtda qo'lga suv quyishayotganda, hushyor bo'lgin. Zuhur Devonbegini xizmatkorlari chochiq berib qo'ymasdan, sen mana bu chochiqni darrov bergin deb tayinlabdilar qattiq. Keyin Amir Umarxon yetib kelibdilar. Zuhur Devonbegini xizmatkorlari avtomobil bilan dashuv olib chiqib qo'l yudirishga tushibdilar. Amir qo'llarini yuvmasdanlardan haligi mahram bola yugurib kelib sochiqni beribdi. Sochiqqa qo'llarini artib turib, bunday qarasalar gullar solingan. Gullarda arasida juda nozik bir bitiklar bor ekan. Shoir odam emasmi, darrov bitikka qiziqib o'qishga tushibdilar. Jon ko'rmadi ro'zada halovat, iftorda yorsiz na lazzat. Yor aylasa yori bilan iftor, yo'q ro'zada bundan o'zga davlat. El barcha misol bazmida shod, to subuh chekib sururi ishrat. Har shom manga na valoyi g'am, iftor qilurga bo'ldi qismat. Hijron ila ro'za tavru iltijoli ku,
gar yor desam nodira salomat. Uni o'qitdilaru darrov nimalarga yondiylarga aytdilar. Uzr birodarlar, uzr hammalarga. Muhim bir davlat ishi bor ekan u mana bu mahram bola esimga tushirib qo'ydi. Darrov borib shuni amalga oshirmasam bo'lmaydi deb yana bir bor uzr so'rab, otlarni minib choptirib haramga yetib borib, o'sha yerda Nodira begim bilan Mohlaroyim bilan og'izlarini ochibdilar. Endi shu voqeani biz tarixdan topib yozib o'tirganimizda ballarimizni onasi ko'rib nima qildi? Keyin o'qib ko'rdi. O'qib ko'rgandan keyin men aytdim, er bilan o'tirib iftor qilish ayol uchun shunday bir kerakli bir shunaqa narsami? Desam, buni his qilish uchun faqat ayol bo'lib tug'ilish kerak deb javob berdi. Endi qissadan qissa shuki, mana vaqt juda tez o'tyapti. Yaqinda Ramazon kelib qoladilar. Endi hammamiz ham oy 30 kun iftor yuravermasdan har zamonda 2-3 marta hech bo'lmasa o'zimizni Mohlaroyimiz bilan iftor qilaylik birodarlar. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Adabiyot kechasi dasturi, Navoiy xonlik kechasi davom etadi. Dasturimizda ishtirok etib turgan barcha ustozlarimiz nomidan, barcha yig'ilgan mehmonlar nomidan, qolaversa tele tomoshabinlar nomidan Abdulatifjon Turdaliyev domlamizni 70 yoshlar bilan guldiroz qarsaklar bilan tabriklasak. Mashhur baytlari bor, Alisher Navoiyning ko'pchilik biladi. Ilmni amal qilish haqida. Ilmni kim vosita joh etar, o'zini va elni gumroh etar. Ya'ni kimki o'zi bilgan ilmni amalga, martabaga erishish vositasida qilgan bo'lsa, ham o'zini, ham elni yo'ldan ozdiradi deydilar. Shu baytning davomida aytiladi. Olim agar joh uchun bo'lsa zalil, ilmi aning jahliga bo'lg'ay dalil. Olim odam agar mansab uchun past ketayotgan bo'lsa, uni bilgan ilmi hammasi mana shu uni nodonligidan dalolatdir deb aytiladi. Bu narsaga juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Endi saj bilan yozilgan mukammal asarlar hisoblanmish mahfuz qilibda ham bir qancha misollar bor. Ya'ni Alisher Navoiy nutq odobi haqida juda chiroyli gaplar gapiradi. Yolg'on bilan chin so'z haqida gapiradilar. Shulardan birida aytadilar: so'zki fasohat zevaridan muzayyan emasdir, anga chinlik zevari bastir. Ya'ni agar bir so'z gap bo'lsa-ki, uni birorta bezatilgan o'xshatishlari, tashbihlari bo'lmasa ham, unga faqat o'sha chinligi, rostligi eng katta ziynat deb hisoblanadi. Endi oqil kishi chindan o'zga demas, lekin barcha chin ham degulik emas. Ya'ni oqil odam, aqlli odam rost so'zdan boshqa so'zni gapirmaydi. Lekin hamma rost so'z ham aytib bo'lmaydi-ku. Yana bir shunga misol tariqasida izohlab aytadilarki, agar biror kishining ko'zi g'ilay bo'lsa, ya'ni ahvol bo'lsa, siz unga ko'zing g'ilay ekan deb aytsangiz, u aslida to'g'ri gapingiz deydi. Juda to'g'ri. Lekin shu yerda ikkita xato qilgan bo'lasiz, ikkita ayb ish qilgan bo'lasiz. Ya'ni birinchisi uni ko'nglini og'ritgan bo'lasiz, buni eslatib, ikkinchisi Haq taolo uni shunday yaratgan bo'lsa, Haq taologa isyon qilgan bo'lasiz. Bu nihoyatda katta ayb hisoblanadi. Chin so'zni yolg'onga bulg'ama, chin aytadilar, tilni yolg'onga chulg'amada yana bir hikmatlari ham bor. Endi Alisher Navoiy o'zlarini hikmatlarini o'sha tanbehlarda juda yaxshi keltirganlar. Agarda har kuni o'sha tanbehlardan bittasini o'qib, shu bittasini o'z hayotimizga joriy qilsak, bizdan baxtliroq odam bo'lmaydi. 100 dan ortiq kitoblar muallifi,
tasavvuf ilmining bilimdoni, barchamizning qalbimizdan o'zlarini go'zal suhbatlari bilan o'rin olgan hurmatli ustozimiz Sayfiddin Sayfulloh domlamizning suhbatlari bilan dasturimizni davom ettirsak. Marhamat ustoz. Abdullatif domla bilan Azimxo'ja Eshonning hikmatlarini tayyorlaganmiz. Mana shu hikmatlardan birida aytadilar: bandalikni shartidir ojizlig'u sinig'liq, sulton bo'lsang olamda hargiz qilma ulug'liq, qo'ya ko'rma buyrug'in, 70 maqom o'tsang ham, yonar o'tning lahchasin nondek chaynab yutsang ham. Mana shu yerda haqiqiy bandalik, haqiqiy insoniylik qanday bo'lishi aytilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hadislarni birida al-faqru faxri deganlar. Faqrlik mani faxrimdir. Va Hazrat Alisher Navoiy ham mana shu takabburlik haqida xo'p 8-tanbehlarda shunday degan ekanlar. Takabburlik shaytonning ishi va manmanlik nodonning ishi. Nodon koshki hali o'zini nimadan yaralganiga bir nazar solsa, kimligiga, uni bir ojiz banda ekanligiga va hatto vafot etgandan keyin o'sha yana najosatga aylanib ketishiga e'tibor bersaydi, ammo unga qaramaydi. Chunki u nodon. Mutakabbir Tangrining do'stlari oldida ta'naga qolgan va Tangri qoshida rad qilingan va la'natlangan. Endi agar inson mutakabbir bo'lsa, manman bo'lsa, Allohning amriga itoat qilmasa, xuddi shayton kabi u ham Allohning tomonidan la'natlanadi. Banda bo'lsa ham. Xudbinlik ishi elga ma'qul emas. Ya'ni xalq xudbin odamni, manman odamni yaxshi ko'rmaydi. U boy bo'ladimi, nasabi toza inson bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u xudbin bo'lsa, o'zini yaxshi ko'radigan bo'lsa, qolganlarga haligi haqir ko'zi bilan qaraydigan bo'lsa, past nazar bilan qaraydigan bo'lsa, xalq uni yaxshi ko'rmaydi. U o'z ilmiga mag'rur, ammo olimlar oldida aybdor. Endi u olim bo'lishi mumkin, lekin xudbin bo'lsa, baribir olimlar oldida u aybdor hisoblanadi. Olimlar oldida u yaxshi olim hisoblanmaydi. Shu uchun ham manfaatli ilm degan gap bor. Payg'ambarimiz alayhisalom ham hadislarning birida a'uzu billahi min ilmin la yanfa'u degan ekanlar. Men manfaatsiz ilmdan Allohdan panoh tilayman. Va min qalbin la yaxsha'u. Qo'rqmaydigan qalbdan ham Allohdan panoh tilayman. Va min nafsin la tashba'u. To'ymaydigan nafsdan ham panoh tilayman. Va min du'ain la yusma'u. Va ijobat bo'lmaydigan duodan ham Allohdan panoh tilayman degan ekanlar. Shuni to'rt qator bayt qilganman, aytib beraymi? Ayting. Manfaatsiz ilm sari qadam qo'ydirmagin ya Rab. Harom luqma ila bul nafsni to'ydirmagin ya Rab. Izn berma vujudimga sendan qo'rqmaydigan qalbga, qabul bo'lmas duolardan omonda saqlagin ya Rab. Alloh rozi bo'lsin. Joyiga tushdi. Endi mana biz takabburlik haqida gapirdik. Kim takabbur bo'ladi? Odatda johil, nodon inson takabbur bo'ladi. Hazrat Alisher Navoiy 61-tanbehlarda johillikning jafosi deb atabdilarda, johillik nima o'zi? Shu haqda to'xtabdilar. Agar e'tibor bersak, Hazrat Xo'ja Ahmad Yassaviy ham hikmatlarini birida aytadilarki, duo qiling nodonlarni yuzin ko'rmay deydilar. Qarang, Hazrat Navoiy nima deydilar? Nodon eshak, balki eshakdan ham tubanroq deydilar. Eshakka har nima yuklasang ko'taradi va qaysi tomonga boshlasang yuraveradi. Aql va tamiz davosi yo'q. Bermasang och, bersang to'q. Bir bechora yuk tashuvchidir, o'tin tashuvchi, balki don dun ham tashuvchi. Diqqat qilinglar, Hazrat Alisher Navoiyda bu yerda donoliklari bilan birga qanchalik mahoratli, qanaqa chiroyli so'zni ishlatishlari, tashbihlar, o'xshatishlar qilganlari.
Nodon esa bu sifatlardan xoli, zoti bilim libosidan mahrum. Ya'ni ilm olmagandan keyin u nodon bo'ladi, u johil bo'ladi. Nodonning ishi takabburlik, kekkayish, xayolda 100 xil behuda tashvish. Nodonning barcha bema'ni ishlari o'ziga ma'qul bo'ladi deydilar. Endi mana shu yerda aytadilarki, uni johilligidan xalqqa ming zarar yetishi mumkin deydilar. Eshakning hangrashidan quloqqa ozor yetadi. Haqiqatan ham eshagi tovushi yomon tovush bu. Qur'oni Karimda ham aytiladi. Bundan bo'lak nima aybi bor deydilar. Eshak tegirmondan uyinga un keltiradi, unni pishirish uchun o'tin keltiradi. Eshakning mehnatlari minnatsiz, uning azoblari kulfatsiz. Nodonni eshak desang xafa bo'ladi deydilar. Eshakka yaxshi desang ham, yomon desang ham baribir u xafa bo'lmaydi deydilar. Bu yerda ya'ni nodonni eshakdan ham tuban, eshakdan ham batar deyaptilar-da. Birida muncha hunar, birida muncha uyub. Birida qarang, eshakda shuncha hunar bor. Unisida nodonda shuncha ayb bor deydilar. Qaysisining xo'p ekanin ahli xirat bilgay xo'p. Endi qaysi afzalroq, qaysi foydaliroq ekanini aqli shu bor odamlar yaxshi biladi deydilar. Mana shu yerda Hazrat Alisher Navoiy nodonlik, johillikni qanchalik aligi yomon illat ekanligini, uni nodonlikni, johillikni yuzaga keltiruvchi sabablar nima ekanligini aytyaptilar. Bilimi yo'q deyaptilar. Shu uchun ham bizni dinimizda ham, madaniyatimizda ham, qadrimizda ham ilm juda ham sharaflanadi. Hamma narsani boshi ilm bo'ladi. Shu uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom beshikdan qabrgacha ilm izla deganlar. Bizni mana shu oyatlarda, hadislarda kelgan o'sha ilm haqidagi tashviqot, targ'ibotlarni Alloh rahmat qilsin. Hazrat Alisher Navoiydek ustozlarimiz mana shu balog'at va fasohat bilan, tamsillar bilan, hayotiy misollar bilan juda ham chiroyli tushuntirganlarki, haqiqatdan bularni biz bugungi kunda farzandlarimizga yaxshilab tushuntirishimiz, anglatishimiz va bularga amal qilishlarini talab qilishimiz kerak. To'g'rimi domla? Albatta, men hozir ustozni bu gaplardan keyin Hazrat Alisher Navoiyga o'sha dunyo olimlari bergan tarixlardan birini o'qib berishni bir maqsad qilmoqchi deb bildim ustoz. Akademik Konrad shunday ta'rif beryapti Hazrat Navoiyga. Alisher Navoiydek shoir borligidan behad quvonamiz. Shunday shoirni bizga in'om qilgani uchun o'zbek xalqiga buyuk rahmatlar aytamiz. Va uni nafaqat o'rganamiz, balki o'qiymiz ham. Uni nafaqat o'qiymiz, balki tafakkur ham qilib o'zimizniki qilamiz. Biz Navoiyni bugungi hayotimizga zarur bo'lgan shoir sifatida o'qishimiz kerak. Haqiqatan ham bu gaplar o'sha komillik sari intilayotgan har bir inson uchun hayotini o'sha hali sog'lom turmush tarzi degan tushuncha bor, o'sha sog'lom turmush tarzi uchun bebaho bo'lgan o'gitlardir. Hazrat Alisher Navoiy qoddasallohu sirruh o'zining tanbihotlarining 17-sida vafo bilan bog'langan hayo haqida quyidagi jumlalarni keltiradilar. Karam bilan muruvvat go'yoki ota va onadirlar. Vafo va hayo ikki egizak farzandlardir. U ikkisida qancha ravshanlik va soflik bo'lsa, bu ikkovida ham shunchalik jipslik va yaqinlik bor. Har bir yurakda hayo bo'lsa, u yerda vafo ham bor va har maskanda agar unisi topilsa, bunisi ham topiladi. Vafosizda hayo yo'qdir, hayosizda esa vafo yo'qdir. Agar kimda bu ikki sifat bo'lmasa, unda iymon ham yo'qdir. Agar kimda iymon bo'lmasa, unda odamiylik ham yo'qdir deb o'z tanbihotlarining 17-sini tugatadilar. Shu vafo haqida, vafo tushunchasi haqida Hazrat Navoiyning bir o'ziga xos bir jihatlari bor ekanda, ustoz, ruxsat bersangiz. Aytayaptilar Hazrat Navoiy. Ablah ani bilki olamdin baqo qilg'ay tama.
ahmoq ul kim olam ahlidin vafo qilg'ay aytama. Vafo naqadar go'zal xislat, lekin o'shani o'rni ham bor ekanda. Ablah kim deyaptilar. Ablah shunday kishiki, bu olamda boqiy qolaman, o'lmayman, butun shu dunyoga ustun bo'laman degan kishini ablah deb bilgan deyaptilar. Endi kim ahmoq? Olam ahlidan vafo kutgan, umid qilgan kishi bu ahmoq deb aytayaptilar. Albatta, ya'ni bu dunyo shu sinov ekanligi ham ishora emasmikin? Ya'ni insonlardan juda ham katta umid nima qilmagin, o'sha buyurilganga sidqidildan amal qilsang juda ham go'zal bo'ladi deydi. Men ustoz yana bir shu yerda yaqindagina o'zimga ta'sir qilgan bir nimani baham ko'rmoqchi edim. O'sha inson uchun ulug' zotlarning naqadar kerak ekanligi. Bir ulug' zotning oldiga muridi boribdi-da, Hazrat, men ibodatlarni ado qilyapman-u, lekin huzur halovat topolmayapman desa, sen huzur halovat qidirganing uchun shunday bo'lyapti. Sen ishing bo'lmasin huzur halovatga. Sen Tangri buyurganini Hazrat Navoiy ham aytadilar. Inson bu dunyoga o'sha Tangri buyurganga itoat qilmoq uchun yaratildi deydilar. Ana o'shani qilgan shuni o'zi kifoya. Sen mehrob nima degani? Harb joyi degani. O'sha kimga qarshi harb? Sen o'sha nafsga, shaytonga qarshi harb qilyapsan. Seni bo'yning egilayaptimi? O'sha senga ko'rinmagan kuchlarni yengib sen sajda qilyapsanmi? Mana shuni o'zi sening uchun baxt, qolgan bilan ishing bo'lmasin degan ekanlar. Aziz teletomoshabinlar, Navoiy xonlik kechasi dasturimiz juda ham barchamizga manzur va ma'qul suhbatlar bilan davom etmoqda. Bugungi dasturimizga Jizzax viloyatidan tashrif buyurishgan aziz mehmonimiz, hurmatli domlamiz Anvarjon domla Gaivga navbatni bersak va u kishining suhbatlari bilan dasturimizni davom ettirsak. Marhamat. Bu Navoiy butun jahon olimi, butun jahon shoiri. Navoiy aruz ilmida usta, qofiya ilmi ham bitta katta ilm. Bunda ham usta. Deyarli Navoiy ishlatmagan vazillar yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mohirona ishlatgan. Bunga Mirzo Bobur alayhi rahma ham Boburnomada xo'p ta'rifni berganlar. Navoiydan keyingi zamondan keyingi shoirlar buyuklar emas, balki o'zini zamonidagi zamondosh olimlar ham, ziyolilar ham juda yuksak ta'riflarni bergan. Navoiy hazratlarini bir katta xazina, bu tugamaydigan bir xazina, eskirmaydigan xazina. Bir shoir bir she'rni yozsa, u shoirning she'ri ba'zilariniki bir zamonga mos bo'ladi. Ba'zilariniki bir xalqqa mos bo'ladi. Maxsus bir chegarada bo'ladi. Shunday shoirlar bor. Inchunun Navoiyga o'xshagan. Bular chegara tanlamaydi. Bular zamon tanlamaydi. Millat tanlamaydi. Buni barcha bir ovozdan qabul qiladi. Vafo borasida mana chiroyli gapni Navoiyning hazratlarining 17-tanbehlarini o'qib berdilar. Ustozlar, domlalar. Shu bir kitobda keltiribdiki, vafo borasida soyani singari bo'lgin. Soya bu yoqqa yursang ham, bu yoqqa yursang ham ajramaydi. U uzoqqa ham ketmaydi. Desalar, boshqa bir ulug' zot soyani singari bo'lmang vafoda. Soya peshonangizga quyosh chiqqan paytda paydo bo'ladi. Peshonangizdan quyosh ketib zulmat qoplagan paytda soya sizni tark etadi. U soya vafodan emas degan ekanlar. Bugungi kunda Navoiyning o'rinbosarlari, Navoiyning izdoshlari, Navoiyni siz bilan bizga yetkazadigan vositachilar, ulug' ustozlarimiz bugun mavjud. Xudoga shukr qilamiz. Biz bularni qadriga yetishimiz kerak. Ko'zlarining nurini to'kib, kitoblar tarjima qilyapti, kitoblar yozyapti. Bizni aqlimizga Navoiyning martabasidan bizni aqlimiz yetadigan darajaga tushirib beryapti.
Navoiy buyuk bir cho'qqi. Unga hamma ham chiqavermaydi. Uni hamma ham zabt etavermaydi. Ammo o'sha cho'qqidan parchani bizga biz aqlimiz yetadigan darajaga tushirib beradigan ustozlarni qadriga yetishimiz kerak. Bir shoir aytgan ekanlar. Qadriga yetmasang, qadrdoningni diydori bir kuni armon bo'ladi. Halollab yemasang, osh va noningni halovat taningga gumon bo'ladi. Haqiqatan qadrdon, qadrni biladigan inson, o'lchovini biladigan insonni biz qadriga yetmasak, bir kun biz undan ajrab qolamiz. Qidirib qolamiz, istab qolamiz. Yetgan nonimiz, oshinozimizni halollik bilan topmasak, halovat tanimizga gumon bo'ladi. Haqiqatan meni ustimdan yozib qolarmikan, shikoyat qilib qolarmikan deb birovni haqqi insonni xotirjam qilmaydi. Men vafo masalasida Hoji Hindistonlik domla alayhir rahmani bir ta'riflarini aytmoqchiman. U zoti va barakot aynan Qo'qondan. Qo'qonning ulug'laridan. Qo'qon boshqacharoq qilib aytganda ulug'larning xazinasi bo'lgan. Nafaqat bu Qo'qonda bir diniy sohada, balki har sohada shoirlari bo'lsin, ustalari bo'lsin, xon yashagan joy bu yer. Mavzudan sal chetroq bo'lsa ham bir farsiy baytni domla aytsam, Amir Haydar Buxoroda amir edilar. Qo'qonda Umarxon Hazratlar Alloh rahmat etsin ikkovlarini ham. Amir Haydardan elchilar kelib Umarxon hazratlariga itoatsizlikda she'r qilib aytganlar. Itoatsizlikda ayblab, itoatsizlikda siz Amir Buxoroga itoati kam, u edi, bu edi degan mavzuda she'r elchilar o'qiganlar. Shunda bu kishi hech ilklanmasdan hamd sano boya ustoz aytganlardan na'ti nabiydan keyin keltirib elchilarni ham bir chiroyli ta'riflab va aytgan ekanlarki, Sazatki miri Buxoro muti'i man gardat. Ki Umar dar xilofat peshtaraz Haydar. Arziydi-ki Buxoroni amiri menga itoat qilsa arziydi. Chunki xalifalikda Umar Alidan pesh, u Alidan oldin bo'lgan xalifa. Avval Umar bo'lgan, meni otim Umar. Ali u Haydar, Amir Haydar u nimani Haydar Hazrat Alining laqablari. Chunki xalifalikda Umar u Haydardan oldin bo'lgan. U Buxoroni amiri menga itoat qilsa bo'ladi degan bir chiroyli ta'rifni berganlar. Mana shunday so'z ustalarini, mana shunday zakovat ma'dani bo'lgan bu Qo'qonga bugun nasib qilib bizlar keldik. Endi shu Hoji Hindistonlik domlaning ta'riflari o'sha vafo to'g'risida. Vafoda deydi, suvni singari bo'ling deydi. Suv qayerga hamsoya bo'lsa, sherik bo'lsa, qo'shni bo'lsa, yashnamay qolmaydi. Suvga, sahroga bir suvni, daryoni oqizsangiz, sal kunda gulzorga aylanadi. Sar kunda chamanzorga aylanadi. Joyga turli hayvonlar, qushlar, nabotot butun bir insonning bahrini ko'taradigan joyga aylantiradi. Kimni sababidan? O'sha suvni sababidan. Suvni qozonga solsangiz, erga go'sht, turli bir taomlarni pishirish uchun ba'zi bir masalliqlarni solsangiz, olovga qo'ysangiz, suv qaynaydi. U qaynash natijasida bug'lanib fido bo'lib boraveradi. Ammo go'shtni ham u ichidagi piyoz, sabziga o'xshagan turli masalliqlarni kuydirgani, nobud bo'lgani qo'ymaydi. Qachon suv o'zi bug'lanib nobud bo'lgandan keyin aytadi, mana men ketyapman endi, qara endi deydi. O'zini nobud qiladi. Do'st mana shunday bo'ladi. Fidokorlik mana shunday bo'ladi. O'zi fido so'zi arabcha ekan ustoz. Va fadaynahu bizibhin azim deb Qur'onda ham keladi. Biz Ismoilga ulug' bir mazbuhni fido qildik deb. Fido degani nima degan desa, bir narsani o'rniga boshqa narsani talofat qilishni fido der ekan. Bir narsaga boshqa bir narsani almashtirishlikni savdo deydi, bay deydi. Mana uni siz olasiz, uni menga berasiz desa, savdo bo'ladi bu. Ikkovi ham talofat yemayapti.
Ammo manavi talofat bo'lib turgan narsani o'rniga bu qosini o'rniga manavini talofat desa, buni fido deydi. Jonim fido, boshim fido deyishlik san qosini mani boshim yo'q bo'lsin degani u. Shuning uchun fidoilik bir ulug' bir fazilat. Kechagi mustabid tuzumda ham ulug'larimizga, dinimizga, ulug'larimizga tosh otildi, zarbalar, qarshiliklar bo'ldi. Ammo Navoiyga emas. Kechagi Afg'onistonda Hirotda turli bir voqealar bo'lib, Beruniyning qabrlarigacha behurmatchiliklar va boshqa ulug'larning qabri. Ammo Navoiyga tegilinmadi. Nega bunday bo'ldi desa, Navoiy bir katta bir olim. Zamonlarga mos qilib yozgan, davrlarga mos qilib yozgan. Shuning uchun bugun Navoiyni o'qigan odamlar bir qatra Navoiydan she'r o'rgansin, bir qatna bir yaxshilik o'rgansin, bu Navoiyga qaram bo'ladi. Demak, Navoiy hazratlarini bugun shu oqsham inshaalloh ruhlari shod bo'ladigan bo'ldi. Mana Qo'qonda Latif to'g'risida ustozlarimiz bir chiroyli biz bilmagan voqeatlarni aytib o'tdilar. Alloh bu ustozlarimizni ham Navoiyni maqomiga, jannatlarda Navoiyni halqasida bo'lishni Alloh nasib etsin. Hazrat Navoiy tavba haqida 43-tanbehda shunday deyaptilar. Nafsingdan senga zulm yetsa, nadomat eshigini och va Tangri panohiga qoch. Tavba qilgin va qilgan tavbangda mardonavor turgin. Nafs kofardin nekim yetkay senga, tavba qilib, tavbada mardona bo'l. Nafs kofardin nekim yetkay senga, tavba aylab, tavbada mardona bo'l. Yo'l ikidir, jurmi birdir, tavba bir. Ul yo'l bog'landi, ochiqdir bu yo'l. Ya'ni berahim, tiyiqsiz, inkor etuvchi kofir, sarkash nafsingdan senga zulm yetsa, tavba qilib mana shu tavbangda sobit turgin, mardonavor bo'l. Yo'l ikkitadir, biri gunoh, biri tavba. Birinchi yo'l berkilsa, ikkinchi yo'l albatta ochiqdir, deyaptilar. Juda ham ibratli bayt. Ali sufollarda bir bayt bor, ajoyib. Oqardi soch, nadomat ashkini soch, ko'zing yoshi qani, ey mag'zi yo'q bosh. Haqiqatan ham sani deydi soch soqoling oqardi. Bu umrda albatta qancha gunohlar qilgandirsan, yomon ishlar qilgandirsan. Endi nadomat ashkini soch. Vaqt keldi, endi ko'zingdan yosh to'kib tavba qilgin. Endi bu yo'g'iga aytadilarki, ko'zing yoshi qani? Endi agar shunday soch soqoling oqarib, o'limni eslamay, qilgan gunohlaringga tavba qilmasang, ko'zingdan yosh to'kmasang, ko'zing yoshi qani? Ey mag'zi yo'q bosh. Ey mag'zi yo'q bosh, ey aqli shu joyiga yo'q odam, nimaga yig'lamaysan? Qani ko'zi yoshi to'kishing kerak axir. Umr poyoniga yetib boryapti. Tavba qilish kerak degan juda chiroyli bir gapni aytadilar. Bir narsani aytishimiz kerakki, Hazrat Alisher Navoiyni ijodlarining mohiyati nima? Hazrat Alisher Navoiyning ijodlarining mohiyati, har bir inson bu dunyoga kelgan ekan, uni vazifasi nima? Buni yaxshilab anglab bilib olish kerak. Umr qisqa o'zi. Hayot bor, o'lim bor. Mana shu hayot bilan o'lim orasida inson nima qilish kerak? Bu foniy dunyo bor, boqiy dunyo bor, oxirat olami bor. Navoiy Hazrat aytadilarki, hamma gap, hamma so'z, hamma mana shu targ'ibot, tashviqot bu foniy dunyoga kelgan ekansan, sani vazifang bor. Mana sani vazifang bor, sani qilishing kerak bo'lgan ishlar bor, yaxshilik bor, solih amal bor, yomonlikdan qaytish bor, gunohdan o'zingni saqlash bor. Sani ishing mana shu. Mana shu ishni qilishda mardona turgin. Chunki bir kun kelib o'lim keladi. Agar sen mana shu yaxshi inson sifatida o'lsang, oxiratda abadiy saodatga erishasan. Mohiyat shu o'zi. Ya'ni shu uchun insonga yo'lni ko'rsatadi. Asli Qur'oni Karim, hadis shariflarda
bizni mo'min musulmon sifatida bu hayotda nima qilishimiz kerak u ko'rsatilgan, aytilgan. Lekin bu kishi mana shu oyat va hadislarga asoslanib buni juda chiroyli so'zlar bilan, hikoyalar bilan, hayotiy misollar bilan ifoda qiladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, so'zda sehr, she'rda hikmat bor. Ya'ni nazmiy asarlarda ta'siri kuchli bo'ladi. Bizni ulug'larimiz shu uchun ham haligi nazmda ham amri ma'ruf nahiy munkar qilganlar. Navoiy Hazrat ham mana shunday insonlardan biri. Hali ulug'larimiz aytadi-ku, qaysi birlari ad-dunyo mazraatul oxira. Dunyo oxiratni ziroatgohi. Va yana Hazrati Umar raziyallohu anhudanmi Ibn Umarmi bilmayman. Hasibu qabla an yuhasabu dedilar. Ey insonlar, hisobga tortilishdan oldin o'zlaringni hisob kitob qilinglar dedilar. Va Hazrat Alisher Navoiy ham xuddi mana shu nima turadi? Bosh maqsadki, erta hisob kitob bor. Mana shu hisob kitobda uyalib qolmasliklaring uchun sizlar solih amal qilinglar, yaxshi amal qilinglar. Haligi yaxshi inson bo'linglar, adabli inson, ilmlik, ixloslik, g'ayratlik, himmatlik, saxovatlik inson bo'linglarki, erta qiyomatda sizlar yuzlaring yorug' bo'lsin va erta qiyomatda abadiy chiroyli bir saodatli hayotga erishasizlar deydilar. Va Hazrat Alisher Navoiy umrni, tiriklikni hisob kitob qilinglar. Har bir vaqt g'animat deydilar. Hatto umr haqida bir ajoyib gaplar borki, jondin seni ko'p sevarmen, ey umri aziz. Sondin seni ko'p sevarmen, ey umri aziz. Har neniki sevmak andin ortiq bo'lmas. Andin ortiq seni sevarmen, ey umri aziz dedilar. Alloh taolo bergan bu umr g'animat. Hatto bir joyda aytadilarki, moziyu mustaqbal ahvolin takallum aylakam, dam budamdir, dam budamdir, dam budam. Ya'ni ey inson, o'tgan narsalarni, o'tgan zamonning ishlarini ko'p gapiraverma. Kelasi zamonni ham ko'p gapirma. Bu mavhum, g'aybni faqat Xudo biladi. Andoq qilaman, mundoq qilaman demagin. Dam budamdir. Hozir mana shu yashab turganing, nafas olib, nafas chiqarib turganing, harakat qilib turganing, ko'zing ko'ryapti, quloqing eshitadi, og'zing gapiradi, ibodatga quvvating bor, saxovatga quvvating bormi? Mana shu hozirdan unumli foydalan. Mana shu g'animat, shunga e'tibor bergin dedilar. Va mana bu 54-tanbihda tiriklik g'animatdir dedilar. Shuni hozir bir bundoq o'qib beraman. Juda ajoyib, chiroyli gaplar. Umring ertalabgacha yetib boradimi? Noma'lum. Haqiqatan ham. Balki shu bugun oqshomgacha nima bo'lishi ham ma'lum emas. Inson zoti borki, oxirat dunyosiga ketguvchilardir. Bu dunyoga kelgan inson albatta o'ladi. Bir necha kun tiriklik g'animatdir. Bu berilgan umr, bu berilgan quvvat, bu berilgan ilm, bu berilgan boylik, mol, dunyo, o'g'il, qiz, farzand hammasi bu omonat, bu g'animat bu. Bu foniy dunyoni 5 kun g'animat bil va boqiy dunyoning uzun yo'li uchun tadorigingni qilgin. Ana. Nima deyaptilar? Bu 5 kunlik dunyo, 5 kun umr bu. Buni g'animat bilib, oxiratdagi hayoting uchun tadorigingni qil. Tadorig qilishni bilamiz, endi nima qilish kerak buni? U yo'lning yarog'i solih amallardir, mana aytadilar. Demak, oxirat yo'lini tadorigi bu solih amallar, yaxshi amallar, savobli amallardir. Undan so'ngra haqning lutfidan umidvor bo'lmoqlikdir. Ya mani qalbim toza deb amal qilmasdan Allohdan jannatni tilama dedilar. Oldin solih amallar qilgin, yaxshi ishlar qilgin, ibodat qilgin, tunlari uxlamay duo qilgin, namoz o'qi, zikr, roza, solih amallar qilganda keyin Allohning lutfidan umid tutgin dedilar. Chunki hayotda ko'ramizda, hech bir ish qilmaydi-yu, lekin deydi, balki yo sankirasan jannatga yo'man deydi. Yo'q, unaqa demayaptilar Hazrat. Va Hazrat oyatni, hadisni mag'zini aytayaptilar, ha? Solih amalni qilgin, ibodatni qilgin, Allohning lutfidan umidvor bo'lgin. Tangrining qabuliga loyiq qilingan amallarning Tangri tavfiq berishiga daxli bor. Bir ulug' zot aytgan ekanlar,
mani qalbimga yaxshi fikrlar kelyapti deb o'ylamagin. Bu yaxshi fikrlarni senga Alloh taoloning o'zi soladi debdilar. Qarang, hatto bizni o'sha yaxshilik haqida o'ylashimiz, fikrlashimiz, shu qarorga kelishimiz bizni o'zimizni aqlimizdan, ilmimizdan, zakovatimizdan deb bilmaylik. Chunki Qur'oni Karimda keladiki, Astaizu billah va ma tashauna illa an yasha Alloh. Sizlar bir narsani xohlamaysizlar, magaramki Alloh bir narsani xohlagandan keyin sizlar xohlaysizlar. Alloh taolo bir yaxshilikni iroda qiladi, keyin sizlar u yaxshilikni haligi iroda qilasizlar, o'sha yaxshilikni ijro qilasizlar. Biroq qilgan amalingga e'timod qilib, suyanib qolma. Chunki haq o'z fazl va karamiga olmasa befoyda. Ana bu tomoni ham bor. Juda unaqa haligi umidvor bo'lib ham, nima bo'lib ham ishonib qolmagin. Yaxshi amal qilgin, Allohdan yaxshilik tilagin. Mana o'sha 54-tanbehda demak tiriklikning mazmun mohiyatida aytyaptilar. Mana shunga biz amal qilsak, Xudo xohlasa bu dunyomiz ham chiroyli bo'ladi, oxiratimiz ham Xudo xohlasa chiroyli bo'ladi. Aziz san'at, she'riyat, adabiyot ixlosmandlari. Muloqot telekanali orqali ilk bor efirga uzatilayotgan adabiyot kechasi, Navoiyxonlik kechasi hofizlarimizning kuy qo'shiqlari bilan davom etadi. Navoiy g'azali Ey Sabo ijro etadi Muhammaddoro Shirmonov. Manım
saat Kilsam çay Mol bulmadı Vaslığa bir vadet il Aldın çay Nonum gayt Darma ne gülerin Hüsnü veba sizi erkenin Ay, 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 yoray. Yüzünü cismi Osman Güliz tanım gayt Ey navay gül şan seni eydik kuş navay Bulbuli yok erkenin Şah-ı İsmen Danım gayt Ey sabah Halim barip Sari manım gayt Hazrat Alisher Navoiy umr haqida shunday satrlar bitadiki, ularni go'yo bir ogohnoma deyish mumkin-da. Qarang. Umrga chu e'timodi yo'qdir. Ey g'ofil ko'ngil, oyu yilni necha mast o'tkargasin, bir ham oyil. E'timod ishonch degani. Umr degan narsaga ishonch yo'q. Tez o'tib ketadi. Lekin bu umr degan qisqa narsani qachongacha g'aflatda o'tkazasan? Oyilmoq degani o'zingga kelish degani, hushyor tortish degani. O'zingga kel. Tezroq o'zingga kelsangchi, bu vaqtni g'animat bilsangchi deydilar. Sad Iskandariy dostonidan ustoz rahmatli Ahmadxon akani eslaylik. Ahmadxon aka hayajon bilan shu gapni menga aytdilar-da. Qarang, hazrat nima deyaptilar? Ey ko'ngil, boqmag'il jahon ishig'a. Ki jahon qilmadi vafo kishig'a. Bir ulug'roq kesak erur bu jahon, kim erur ko'pragi suv ichra nihon. Bu dunyo ishonib bo'lmaydi. Bu dunyoni Hazrat Navoiy bir katta kesak va kesak katta suv ustidagi kesakka o'xshatyaptilar. Qarang, taxtaga emas. Taxta. Endi suvni, kesak ustidagi suvni tasavvur qiling, hali zamon erib ketadi-ku deydilar. Tezroq bu halokatdan o'zingni asrab qolgin deydilar. Va g'arq bo'lmaslikning yo'lini senga o'rgataman deyaptilar. Tezda
o'zingga bir kema yasaganda unga Nuhni kishtibon qilgin, ya'ni kapitan qilgin deyaptilar. Kimningki kemasiga Nuh kishtibon bo'lsa, bu suv osmon ko'kigacha ko'tarilsa ham g'arq bo'lmaydi dedilar. Demak, shu u yerda majoz bor albatta. O'sha haqiqiy iymonni, sog'lom e'tiqodni, axloqni, odobni, ezgulikni o'zingga shior qilsang, mana shu halokatdan qutqarib qoladi seni Alloh deyaptilar-da. Mana Hazrat Navoiyning bir umr haqidagi gaplari rahmatli Abdulla Orifning haligi bir bayt so'zlariga juda hamohang keldimi? Tiriklik shiddatla tortilgan kamon, qarang, tiriklik shiddatla tortilgan kamon, o'lim bu nishonga borib tekkan o'q deyaptilar shoir. Bu albatta Hazrat Navoiyning o'sha ta'siri bilan yozilgan go'zal misralar. Men suhbatimni Hazrat Navoiyning bir 4 qator misralar bilan tugatmoqchiman. Men o'zimcha bir ojizona fikrimki, agar Hazrat Navoiy hech narsa yozmasdan shu 4 misrani yozib qoldirganlarida ham buyuklikka qolardilar. Qarang. Tohir su havas xirmani barbod olmas. Ta nafsi havo qasri baraftod olmas. Ta zulmü sitem canıga beydad olmas. El şad olmas. Memleket abad olmas. Sağ olun, sanadullah. Xo'p. Azizlar, mana suhbatimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Endi Hazrat Alisher Navoiy bizaga ta'lim bergan minglab mavzular bor. Bugungi gaplar o'sha dengizdan bir tomchi gaplar. Men o'ylaymanki, bu yaxshi gaplar Xudo xohlasa hali davom etadi. Alloh taolo o'tgan ulug' Navoiyshunos ustozlarimizni rahmatiga olsin. Navoiyshunoslikni poydevorini qurgan, Navoiy asarlari nashr bo'lishida ularning juda katta xizmatlari bor. Alloh ularni ham rahmatiga olsin. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz Xudo xohlasa bir chiroyli bir suhbat bo'ldi, bir fayzli suhbat bo'ldi. San'atkorlarimiz ham mana chiroyli bir ashulalar aytishdi. Diyma tambur nolasi qul tashlaganda tordin, balki kelmish ul tarona san'ati jabbordin. Hazrat Mazlum Namangoni alayhirrahmani so'zlari. Bu yerda bir taklif bo'ldiki, bir chiroyli g'azal bilan bugungi suhbat yakunlansa deyildi. Bu albatta juda chiroyli, xo'p, ma'qul inshaalloh. Alloh taolo bugungi suhbatimizni fayzini ziyoda qilsin. Bu yerda aytilgan har bir amr ma'ruf nahiy munkarga avvalo o'zimizni, farzandlarimizni amal qilishliklarini Alloh taolo nasib aylasin. Mana endi o'sha aytilgan g'azalga, aytilgan kuyga, dardga, so'zga marhamat. Bu dunyo o'tkinchidir. Hech kim anga ustun emas. Anglamas ersa bu hikmatni uchun inson emas. Dur zabarjat ham javohir bo'lsa zar koshonalar, zar javohirlarni hech kim orqalab ketgan emas. Kiyma manmanlik tunun, qilma kas kibru havo, mubtalo bo'lma bu dardga, bunga yo'q hech bir davo. Neki qilsang haq uchun qil, neki qilsang qil beriyo, ko'r azozilni bejiz mal'un sifat olgan emas. Urma boshing tog'u toshga, bo'l qanoat kuychisi. Neki bo'lsa o'z pelu xulqinga loyiq bo'lmusi, yozilmish qolu baloda har yomonu yaxshisi Haq taolodan beamr hatto tikon kirgan emas. Toju taxtu molu davlat gar martabang bo'lsa ulug', aldanib qolma anga o'tkinchi u boqmas yub, aqli idrok birla topdim deb o'ylabon yursang kulib, xohlasa bir zumda olur, Allohga bu mushkul emas. Hay ayol hojangni haqqin ustivor bil doimo. Xok poyin surt ko'zingga aylagin ahdu vafo. To'sma o'z jannat yo'ling, o'zingga bo'lma jafo. Osiyo hattoki Fir'avnga bir so'z aytgan emas. Sen jaloliy tövbede Robbinga yig'la tuni kun, ro'baro kelganda Xoliqqa nadirman deb o'kun. Noumid bo'lma, umid qil, yechilmay qolmas tugun. Odam atoni gunohin haq bejiz kechgan emas. Adabiyot oqshomi
Navoiy xonlik kechasi. Albatta, dasturimiz avvalida aytib o'tganimizdek, bunday Navoiy xonlik kechalari Qo'qonda azaldan uzoq yillardan buyon o'tkazib kelingan. Bugun esa teletomoshabinlar uchun ham namoyish etilmoqda. Albatta, bundan maqsad nima? Navoiy xonlik kechalariga 50, 60, 70 nafar ixlosmandlar kelib, bu suhbatlardan bahramand bo'lib, oila a'zolariga yetkazishgan bo'lsa, minglab, millionlab xonadonlarga Muloqot telekanali orqali sizlarga ilm nuri bo'lib, xonadoningizga kirib boradi. Xonadoningizda fayzu barakot bo'lishida, yana ham xonadoningiz nurli bo'lishida albatta o'ziga xos munosib o'rin tutadi. Chunki biz taomlanib, tanamiz ozuqa olsa, bu suhbatlardan ruhiyatimiz oziqlanadi. Ruhiyat oziqlanganda albatta bizning qalbimizda xotirjamlik, tinchlik va shukronalik tuyg'usi yana ham oshadi. Muloqot telekanalini va bugungi suhbatimizda qatnashgan ustozlarimizni ham maqsadlari shu. Balki Navoiy hazratimizning ham maqsadlari shu erur edi. Qalblar taskin topsin, xotirjam bo'lsin, tinchlik bo'lsin va ezgulik nuri barcha xonadonda, butun dunyoda taralib tursin. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishishlikka va yana sizlar bilan diydor suhbatlashishga umid bog'lab, sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.